Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. Yeni bir katımlık Uçuk Söhbet programımızı görüşünlerini karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmenlerimiz hemmeğe ma'lum bolgandek yıllardan buyan xilma-xil temalarda, xilma-xil mavzularda her sahadaki kişilerimizni, alimlerimiz, mutaxassislerimiz ve teşkilat rehberlerimizni çağırıp milletimizge münasebetlik mavzularda söhbət qılıb kilovatımız bugün şunun cümlesinden tünügün elan belginimizdek Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği hadis inkarçılarına karşı səfsətlərə ulanın səfsətlərə bir bayanat elan qıldı. Haberimizde məbəduk tünügün ve biz elbette şu yakınqı 5-6 bölüm programında İslam'a bizde bu məxluqlara, bu cahillara karşı söhbetlerimizde toxtulup kilovatımız hemdi. Şuna bugün biz tünügün Ölümalar Birliği'nin bayanatı münasebeti bilen bugün Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin bayanatçısı alimlerden Ustaz Abdusalam alim teklif kılıp bir söhbet kılaylı da huzurunlarda olduruptuk. Bugünkü programımızın aziz mehmeni kıymetli vaxtını çıkarıp Avustralya'dan katlaşıp oturdu. Aldı bilen köptün köp rahmet etimiz Ustaz Abdusalam alimninki söhbetimizge katlaşıp belgelik için. Sizlerge rahmet. Allah'ın razı olsun. Allah razı olsun. Kadirli görürmenlerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarqıtılıp oturdu. İkran aldı çıkıp duruyatkan numarımız şunaqla ictimai fikir bastırdıki alaqı bastırımız arkalık programımızga alaqadar har qandaq fikir teklif bolsa berişinglarni suallarыңlar bolsa soruşinglarni ümit qilamiz. Şundaqla köplеген qeyrindaşlarımızdan faydalanışı üçün hem baharlap qo'yishni ham unutmaysizlar. Ustaz, unda bo'lsa bevosita programmamizga kirib ketsek, albatta yuqori deganimdek tünügün Ölümalar Birliği sizlar bir bayonot e'lon qildinglar. Shu yaqindan buyon ijtimoiy fikr vositalarida jahillarcha, bilimsizlarcha o'ttirg'a tushib dinimiz haqida, islom haqida, payg'ambarimiz haqida og'ziga kelganini jo'ylayotgan bir turkum maxluqlar albatta pat-pat maydonga chiqib sakrab to'xtab qoladi bular. Buni bu azvayligandan keyin bu to'xtamagandan keyin bu safsatalar Ölümalar Birliği albatta xalqimizmi xildan buyon kutayotgan Ölümalar Birliğining bu maxluqlarga bu qarata bir gap qilishini tünügün bayanat e'lon qildinglar. Shuning uchun birinchi savolim bu bayanat nima uchun endi e'lon qilindi deb so'rasam, bunun bir javobini olsak. Marhamat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin ve la udwana illa alel zalimin. El qail men yuti'ir rasule faqad ata'a Allah ve men tawalla fema arsalnaka aleyhim hafiza. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وقال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yani hemmimizin yoxtun barqıgan Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga hamd sana aytish. Allah'ın bizge muqaddas bütün insaniyetni qarangılıqdan yoruqluqqa chiqarish uchun merhamet qilib evatgan İslam dinidan ibarat bo'lgan bu ne'matiga shukr aytish va shundaqla bu ne'matninki Qur'oni Karim va payg'ambar alayhissalatu vassalamninki ta'limoti bilan mukammal bo'ladigan bir din ekanligini uqtagan Rabbimizga Mehdiye aytimiz avval. Ondan keyin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bizge Kur'an-ı Kerim arqılıq, özünün nəsiyyətləri arqılıq, özünün düşündürüşü arqılıq, özünün əməli hayatı arqılıq, özünün sireti arqılıq bizge İslam dinini şundaq roşan körüstüp bəgən ve bizni şundaq xuddi qaranğı bilan gündüzünü ayırıp durğandak şundaq uçuq bir sağlam
bir ro'shan bir yo'lda bizni qoldirgan, o'zininki Qur'oni Karimni bizga yetkazish orqali, o'zining sunnatini bizga yetkazish orqali bir ummatni tarbiyalab chiqqan va bu ummatning ta qiyomatgacha mushu ustida, ya'ni Qur'oni Karim bilan hadisninki, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatini mangsa, hargiz azmaydiganligini va'da berib, bizga ogohlantirib ketgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Allohning salomi, durudlarini yo'llaymiz. Va shundaqla mushu haqiqatni to'g'ri tushunib, mushu haqiqat ustida izlanib, o'zining hayotini, borlig'ini qurbon qilgan 1400 yildan beri islom uchun xizmat qilayotgan shu salaflarimiz, olimlarimiz, donolarimiz, diniy yetakchilarimiz, doiyalarimiz va bu haqda o'zining borlig'ini qurbon qilgan barliq shaxslarga Alloh subhanahu va taolodan marhamat so'raymiz. Alloh ularning qilgan tirishchanligiga eng yuqori, eng yuksak bo'lgan darajada mukofot berishini so'raymiz va shundaqla mushu to'g'ri yo'lga xuddi kunning oldiga bir kunlikni tutib olib kun yo'q deb bildirlayotgan insonlarga birinchi qilib agar ular Allohning hidoyatiga loyiq bo'lgan bo'lsa, Allohning ularga hidoyat berishini so'raymiz. Agar ular safsata qilib to'g'ri haqiqatga ko'z yumib, o'zila emas, balkim o'zini ozg'un qilib boshqalarni ozdirish uchun harakat qilayotgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolodan ularning shu qilmishiga yetarlik jazosini berishini Allohdan so'raymiz. Amin. Yani bu qisqa muqaddima buni biraz suzib aytishga maqsad nima deganda, bu biz Alloh subhanahu va taoloning bizga Payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'tgan 1400 yildan oshgan bo'lsa, biz Sharqi Turkiston xalqiga Allohning islomni inom qilib, haqiqiy ravishda islom dini umumlashgan rasmiy bir qonun bo'lib yurgizilgan vaqtiga 1000 yildan ortiq vaqt bo'ldi. Bu shu vaqtdan beri alhamdulillah ota-bobolarimiz ta hozir qadar issiq vaqti bo'lsin, qiyinchilikda bo'lsin yoki osonchilikda bo'lsin, hamma vaqtda mushu dinninki xizmatchilari, qo'g'duvchilari bo'lib, mushu davrda har xil buzg'unchiliklarga qarshi, u ba'zida din dushmanlari tomonidan bevosita dinni yo'qotish uchun yeni fikrlarni ishlatgan bo'lsa, uningga qarshi va ba'zida din nomidan safsatalarni o'ttirga chiqqan falsafa bilan bo'lamdi yoki kalomizmchilik bo'lamdi va boshqa yoki sufizmlik degan nom bilan dinni burmlashtirishlayotganlarga haqiqatni tushuntirgan va ta hozir qadar bizga bu dinni sog'lom yetkazib kelgan bir davrni biz hozir mushu asrda yashayotgan Sharq Turkiston xalqi buni topshirib oldik, bu omonatni. Xo'sh. Buning uchun biz albatta shu ilgirki kishilarga albatta rahmat aytmay turolmaymiz. Amdilikda bizga kelgan bu mas'uliyatni ustidan, buning huddasidan biz qanday chiqishimiz kerak degan bu nuqtada biz qaytadan bir izlanmasak bo'lmaydigan bir vaqtning kelib qolganligini his qildik. Bu nuqtani o'tirib chiqishlar. Endi savolga kelsak, nima uchun bu shunday sabsatalar bo'lib, kishilar shunday qaymoqib, hayırlıq qilayotgan bu shunday bir davrda ulamolar birligi shunday bir muntazam bo'lgan bir jamoat bo'lib, bu hamma ishlari mukammal mangayotgan, diniy ilmdan asosi bo'lgan, shunday yaxshi 60-70 qadar olimninki bir yer turib, bu shunchalik kichkina bir narsaga javob bermadi, javob bermedi, nima uchun kechikdi degan bu savol albatta nurg'un kishilarning kallasida bo'lishi mumkin. Men bu savolni, shu savolni qo'ygan qarindoshlarimga qaytarmoqchi. Xo'sh. Nima uchun kechikdi deganda bu biz shu kunning o'zi javob beraylik buningga. Chunki bizning maydonimiz, mavqeyimiz, dinimiz, Qur'onimiz, sunnatimiz shunda hammamizga uyg'un va aniq. Ammo buni nima uchun kechiktirdi deganda, biz xalqimizning o'zining diniga bo'lgan muhabbatining qanchlikni o'zi bir ko'rib baqsin. O'zining diniga bo'lgan sadoqatini o'zi bir tushunib baqsin. Bu din faqat Sharq Turkiston ulamolarining dinimi yoki har bir Sharq Turkistonda qani to'kilgan va o'zini musulmon la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan shu da'vo, shu e'longa ovoz qo'shgan va shuningki agash kishisi bo'lib o'zini men musulmon deb maydasiga urib jakarlagan er ayol cho'ng kichik hammasining majburiyati. Xo'sh. Agar buni biz shunday sadoqatli bilan qaraydigan bo'lsak, u vaqtida buningdan olimlardan javob kutishning hojati yo'q. Hammamiz buning javobini hammamiz bilamiz, o'rtaq bilamiz. Sen xato da'vatsa bu gapingga biz pisand qilmaymiz, og'zingni yum deyalishimiz kerak edi. Biz shuni kutib baqdik desak bo'ladi. Men shaxsan Sharq Turkiston ulamolar birligining bayonotchisi bo'lib sifatim bilan bu masalalarni biz o'z ichimizda muzokara qilgan vaqtimizda oldirab ketmaslikka men o'zim tavsiya qildim. Hattoki men yashayotgan shu rayonda sirtlardan kelgan telefonlarni men oldirmay turinglar. Javobini olasizlar, lekin oldirmanglar. Buning bir Allohning hikmati bor deb va o'zim bularga keskin javob bermay, hamma kishilarni shunday chiroyli sabr qilishga chaqirib qildim. Yaqinda biz ikki narsaga duch keldik. Biri bu masala. Bu cho'ng masala emas amaliyotda. Bunga javob berishning hojati yo'q amaliyotda. Chunki bu yolg'onchilik bilan tugaydi, u oxirida yo'qolib ketadigan narsa. Ammo
vaziyat hozir butun dunyo uchiri bilan minayotgan bo'lg'achqa kichikkina narsaning tuxumdan tukib indiradigan, kichik narsa yuğuntadigan bir shundoq bir bilib bilmay o'zining nima qilayotganligini his qilmay shuni gapni o'ttirga ichib qo'yib salohiyati bormi yo'qmi? Buni o'ylashmasdan kishilarni, nadan xalqni, nadan musulmonlarni qaymoqtirish uchun harakat qilayotgan bo'lg'achqa bunga javob beramiz deb o'tiryapmiz. Endi bu bir masala chiqdi. Undan keyin bilsa, Sharqi Turkiston davosi shunchalik taraqqiy qilayotgan bütün xalqimiz, bulukmu diasporada yaşayotgan barliq muhaciratdagi Sharqi Turkistonliklar vatan millatning g'amini yeb, har xil sohada qo'lidan kelishicha siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hamma jihatda vatan millatningki g'amini yeyotgan shunday bir paytda bir iflosdan birisi Sharqi Turkiston ozod bo'lmaydi degan safsatini o'tirga chiqadi. Bu ikki narsani bir selishtirib xalqimga sunmoqchi. Bu nuqta o'tirga chiqqan vaqtida bütün Sharqi Turkistonliklar o'zini shu Sharqi Turkistonning bir parchasi degan hamma odam uning nafratini yog'dirdi. Bütün torlarda, uchurlarda, Facebooklarda onunğa sen yalğancı, sen undaq mundaq deb onunğa jang e'lon qilganlar bo'ldi, tillanganlar bo'ldi, nafrat qilganlar bo'ldi. Nahayt to'g'ri qildi xalqim. Alloh rozi bo'lsin. Demak bu yerda xalqim o'zininki Sharqi Turkistonga bo'lgan sadoqatini, o'zining Sharqi Turkiston ustidagi, uning ustidagi bo'lgan majburiyatini tili bilan bo'lsinmi, qalami bilan bo'lsinmi buni isbotladi, jakarladi. Ammo bu din masalasiga kelgan vaqtida bizning dinga bo'lgan sadoqatimiz, vatanga bo'lgan sadoqatimizdan ojizlab qolganligini his qildim. Agar biz haqiqatan vatanimizga bo'lgan sadoqatimizni dinimizga ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda bizningki, mening va yoki boshqa kishiningki bu so'ringa chiqib alohida bunga javob berman deb o'tirishniki hojati qolmagan bo'ladi. Xo'sh. Hattoki shundoq bir safsatlarni o'ttirga chiqib so'ringa qo'yaman desa, shuni boshqalarga taqitadigan shaxs, u bir organ bo'lsin yoki bir shaxs bo'lsin, uni o'zining o'ylab baqish kerak. Senmi şunun degan gapiga ishonadigan odammi? Agar ishonsang mayli, o'zingning yo'liga undaq bo'lsa, bo'pti, senga mush o'xshash javobni beramiz. Agar sening aqidangda undaq narsa bo'lmasa, sen uningki shu gap so'z sapsisini chiqargan vaqtida mening qalbimdagi iymon buni e'tirof qilmaydi. Men Allohga va Allohning rasuliga iymon etdim, Qur'oni Karimga iymon etdim, hadis Rasulullohga iymon etdim. Men albatta o'qishni ikkisini o'xshash ikki vahiy, garchi uning shakli o'xshamagan bo'lsa-mu, ikkisi o'xshash vahiy deb tunayman degan e'tiqodda bo'lgan bo'lsa, buningga o shaxs hadin yo'l qo'ymagan bo'ladi. Bumi bir jinoyat. Hem siyosiy, hem diniy, hem axloqiy jinoyat deb qarayman. Chunki bu savolga berilgan javob xalqim o'zini surish kerak. Nima uchun kichikdi? Buni kichiktirishga sababchi bo'lgan xalqim o'zi. Nima uchun bir odam vatanim haqida qalaymagan gap qilsa, hammamiz tang uning qarshi harakat qilamiz-yu. Dinimniki biz 1000 yildan beri ota-bobomizdan tatib e'tirof qilayotgan bu dinimizning shunchalik ochiq, ro'shan bo'lgan bir pokitlik bo'lgan bir haqiqat ustidan birisi sholikini chassa, uningga hey, og'zingni yum. Nima da'vatsa sen? Diyemmedi. Undan keyin yana shu nuqtaning o'zini siyosiy jihatdanmi? Siyosiy jihatdanmi? Bo'ldi, diniy jihatdan biz deyolmaydik. Olimlar bo'lgandiki bizning gap qilishimiz to'g'ri kelmaydi deyishi mumkin. Bo'ldi, buni mi o'zir deb qabul qilayli? Agar shundaq degan taqdirdami? Shu so'zningki xalqimizning mushu holatda nima ustida ketyapmiz biz? Qanchalik nozik paytda ketyapmiz? Bizning beshimizdagi g'am, andishalar, musibatlar bizga yetib oshmamdi. Mushundaq vaqtda sen magapni o'ttirib chiqib nima qalaymiqanlik chiqaryapsa, bu sening deydigan vaqting emas, degan kelsa keyin agar xohlasang shu olimlar bor, shularni chaqirib o'tirib, mening bundaq bir ko'z qarashim bor. Men bundaq tushunyapman. Sizlar qanday qaraysiz, bu nozik shularni o'zini bivos chaqamamsa. Nima uchun bu so'zni o'ttirga chiqib, nadan kishilarni beshida nurg'un g'am andishisi bo'layotgan, vatan millatning g'amini yeb nima qilishni bilmayotgan, ba'zilar hattoki qarindoshlar o'zining yeydigan yemak ichmak uchun taraf shundaq bir aram bo'layotgan vaqtida bu narsa o'ttirib chiqishning nima ahamiyati bor? Bu nuqtadan qarasaqmi xalqimiz bunga raddiy berish kerak edi. Ama ben bir yerda bu savolning kechikishidagi sabab ne? Hikmati bu. Demak biz hammamiz o'zimizga bir qarab chiqaylik qarindoshlarimiz. Qalbimizga o'zimiz qarab boqaylik, iymonimizni o'zimiz bir tekshirib boqaylik. Bu bizning dinimiz bizni ko'rsatgan, bizning sadoqatimizni bir tekshirib qo'yib, mundaq bir dangsab boqaylikki, vatan millatga bo'lgan sadoqatim bilan dinimga bo'lgan sadoqatimniki nima uchun bu yerda farq bo'ladi? Men vatanimni qanday yaxshi ko'rgan bo'lsam, dinimni undan bakroq yaxshi ko'rishim kerak. Chunki Alloh meni Sharqi Turkistonlik qilib yaratishdan burun Allah meni ruhimni meniki Allah subhanahu va taala mu'min qilib yaratib qo'ygan. Ben Allohga shukr qilish bilan men dinimni suyishning natijasini vatanni suyish, vatan uchun o'zimni shu orqali qurban berishga tayyor turish degan ma'nodan qaragan bo'lsak, albatta bu ikkala narsaga o'xshash muomala qilgan bo'ladi, ikkala narsaga o'xshash raddiya bergan bo'ladi.
Xo'sh, Bu ko'pdan ko'p. shunchaliklar buning javobi. Ko'pdan ko'p rahmat haqiqatan nihoyatda tafsiliy aytib berdingiz. Alloh razı olsun. Ustoz, endi shu bayonotda ko'z tutilgan, albatta bayonotda 3 sahifalik, 3 betlik nihoyat tafsiliy holatda bayonot e'lon qildinglar. Mush bayonotda ko'z tutilgan ozg'un firqalar va shaxslarning ismlarini keskin holatda aniq o'tirib qo'ysak, menimcha xalqimizmi uningga ko'ra ularga bildiradigan albatta programmaning davomida men bir musulmonning ularga qanday pozitsiya tutishini so'rayman. Bu xalqimiz agah bo'lishi uchun bu maxluqlarning ismini aniq o'tirib qo'yaylik. Ismga kelsak, bu bir shaxs emas bu hozir. Ammo so'ringa chiqib, shundaq suhbatda gap qilayotgan shaxsning ismini hammadan biladi. Karam Zohir degan bir kishi bo'lib, o'zini diniy olim deb ko'rsatib turib, balkim diniy o'qigan tarix bo'lishi mumkin aztola. Xo'sh. Ammo din o'qidim bilan madrasaninki kirib qachida tamoq yedim bilan bir ilmni mohiyati bilan tushunib, uni ilmiy tadqiqot bilan o'qib chiqqan kishininki o'rtasida cho'ng farq bo'ladi. Albatta. Panadol yeyish orqali bosh og'riqni saqlaydiganini hammadan biladi, hammadan tiyalaydi uni. Ammo uninglik bilan bir odam doktor bo'lib qolmaydi. Doktor bo'lgan odamning hammasi operatsiya qiladigan darajaga yetmaydi. Har birisininki o'zining yo'li bor. Demak, bu ilmiy tadqiqot masalasi bir operatsiyaga o'xshaydigan narsa. Operatsiya qilish darajaga yetish uchun u doktor nurg'un narsani beshini o'tkazish kerak. Nurg'un ilmiy tadqiqotlarni ilib berish kerak. Nurg'un kechalarni uxlamay o'qish kerak, izdanish kerak. Undan keyin bo'ladigan narsa bu. Quruq davo bilan bo'lib qoladigan narsa emas. Yoki mening ko'z qarashim deb u faylasuf darajasiga o'zini chiqaradigan bilan u odam faylasuf bo'lib qolmaydi. Endi bu bir shaxsning emas. Buningga o'xshagan, balkim bu bizning diyorimizdan emas, boshqa yerlarda, emas Turkiyalarda, boshqa yerlarda bu shaxslar u yerda bu yerda paydo bo'lib chiqib turadi. Xuddi bir chiqayotgan bir go'zal terilgan bir qo'g'inlikning ichida bir shumbunib qolganga o'xshash narsa. Xo'sh. Bu tarix qaraydigan bo'lsak, tarixda bu shunday. Bu ilgari uzun tarix uzun bo'lgan bir narsa emas. Keyingi vaqtlarda bu asosli chiqqan manbayni birisi yana bir deb qo'yish to'g'ri keladi bu yerda. Bu nuqta mushu narsa rasmiylashib chiqqan vaqt qaysi desa, mustamlikaning natijasi chiqqan narsa. Mustamlikiniki. İngilizlarninki Hindistonni besib olgan shu davrda o'ttirga chiqqan. Undan burunmi u yerda bir shaxslar tarafidan o'ttirib qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin hech kim e'tibor bermagan. Shu o'zining yeridan ko'milib ketgan narsalar, keyin bu rasmiy dinni isloh qilish harakati degan nom bilan bu Hindistonda 19-asrninki o'ttirlarda paydo bo'lgan bir narsa bo'lib, buni ular nima qilgan desa, shu davrdagi shu hokimiyat, u ingliz hokimiyati. Xuddi bizni Xitoy besib olgan bo'lsa, ularni inglizlar besib olib, ular nurg'un narsalarni o'zininki qonuniga moslashtirib, diningni bizning qonunimizga moslashtirsang, ko'rsang, biz u vaqtda sana chiqish yo'li beramiz. Sen yaxshi yashaysan degan mushundaq narsalar, bisim yoki ba'zi ilmiy fikirliklar bilan ba'zi odamlar aldanib bu narsa o'ttirga chiqqan. Xuddi bizning vatanimizda Qur'oni Karimning oyatini ya ayyuhallazina amanu atii'ulloh va atii'ur rasul va ulul amri minkum degan oyatni, ey mu'minlar, Allohga itoat qilinglar, Allohning rasuliga itoat qilinglar, sizlarningki boshliqlaringizga itoat qilinglar deb shu vatandagi shu kofirlarga itoat qilishga tarjima qilib berib, tafsir qilib berib, ashunda maydonga chiqqan, shundaq mullanlik nomi bilan saldan yo'g'on qilib olib, tonni kiyib turib, dinni burmalagan odamlar bizning tariximizda bo'ldi. Yaqinqi vaqtlarda shundaq qildi. Nurg'un bechora insonlar shundaq qilsak bo'ldigan o'xshaydi deb aldanganlarmi bo'ldi. Ammo haqni bilganlarcha, bular xoin, bular munofiq, bular dinni sotdi deb ular o'zininki tegishlik ham so'zi bilan, ham harakati bilan javobini berdi. Yani bizning hozirgi vaqtimizda shunga o'xshash. Bizning shunday bir mustamlikada bir qiyin ahvolda turayotganda, buni o'ttirga chiqishiningki maqsadi nima? Zodi. Nimani maqsad qiladi? Sen mushi gaping bilan mishadagi bu bizning vatanning 30 million xalqninki kallasini sen o'zgartirib etmoqchimi? O'zgartirish haqqi imkoniyating bormi? Mumkin emas. Balkim sening o'zingning atrofida yashayotgan, bichara dindan asos bo'lmagan, vatanda bo'lsa kommunizm nazariyasini o'qib chiqqan, din o'qish uchun ular imkoniyat bo'lmagan. Agar o'rgangan bo'lsa, faqat Qur'on savodini haftalikni o'qib, Qur'on o'qishni o'rgangan, hamda oz to'la besh vaqt namozini o'qib, shuni o'qish ularga ig'ir kelayotgan, chunki ularning beshida nurg'un balalarni vaqti bo'lmaydi, o'qishini o'qimasa bo'lmaydi, turmushini qamdimasa bo'lmaydi, uning ustiga yuklangan qarzlarni to'lamasa bo'lmaydi. Ma qiyinchilik tug'an vaqtida ma gapni o'ttirib chiqarib ishtiga, desa nima maqsad qilsa desa, ashularninki turmushini bir asonlashtirib biray, Allohning bir olqishiga erishay, mushlar mendan xush bo'lsin degan bo'lishi mumkin. Ammo u orqali ashularning butun gunohining o'ziga qanchalik yuklab olganligini his qilolmayapti. Agar shuni his qila olgan bo'lsa, ya'ni Allohdan qo'rqgan bo'lsa, Allohning oldiga borganda mendaq savol bo'ladi, Allohning oldimga mening sababimni men insonlar ezib ketib qolsa, men buning javobini qanday beraman degan bir kichikgina bir o'y bo'lgan bo'lsa, bu gaplarni o'tirib chiqarolmaydi. Bir odam o'zi ezib ketsa mayli, qanchalik gunoh qilsin, uni bilan Allohning o'tirib emas. Balki Allohning hamma gunohini kechirishi mumkin. Agar shirklik keltirmagan bo'lsa.
Amma bir adam bir xatoligini qilib, u xatoligini boshqalarga tavsiya qilib, uni bir qoida qilib turib, ularni azuzchi, uning jinoyatini Alloh kechirmaydi. Biz buni e'tiqod qilamiz. Qandaq bir adam bir yaxshi ishni qilsa, uni boshqalarga qoldirgan bo'lsa, shu yaxshi ish davom qilib, uni o'lib ketgandan keyin davom qilsa, uning mukofoti Alloh unga berib turadi. Shuningdek, bir yomon ishni qildirgan bo'lsa, u yomon ishni o'lib ketgandan keyin boshqalar shuni davom qilgan bo'lsa, uning gunohi unga kelib turadi. Bunchilik bir narsalarni bir ko'ranmaganlik, tushunmaganlikning o'zi bu bir insonningki naqadar ilaqi xato, qarg'ulacha yoki bir qorong'ulik kirib ketganligini ko'rsatib beradi. Albatta, inson o'zi bilmay qolsa-mu, bir Allohning qalbining ro'shan bo'lishini, ey Alloh, Allohumma ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik, ey Alloh mening qalbimni yuritqin, deb tilash kerak. Xo'sh, xo'sh. Chunki bu chaqchaq qiladigan bir fiqhiy masala ustidagi bir talashtiradigan narsa emas. Mesela namazda qo'lni ko'tarib, rukuga bosganda o'lib ketamiz, bu masala talashtirib chiqarsa, sening to'g'ri, buning to'g'ri deb tugatsak, ma masala bir insonningki iymoni bilan taqishadigan, e'tiqodi bilan taqishadigan, uningki payg'ambar alayhisolamga bo'lgan muhabbatiga, Qur'oni Karimni tushunishiga munosabatli bo'lgan birisini ayırıp qalsa, bu xuddi ikki chaqi bilan mengayotgan velosiped yoki motor bir chaqisi ilinib ketib qolsa, u mangamaydigan. Hattoki payg'ambar alayhissalatu vassalamning o'rnini Alloh subhanahu va o'zining ismi bilan bir yerda qo'yib, kunda necha qitim takrorlanadigan ashhadu an la ilaha illalloh deganda va ashhadu anna muhammadur rasululloh demasa, bu so'zning mukammal bo'lmaydiganligini Alloh shunchalik bizga ko'rsatib, o'rnini, muqaddasligini ko'rsatib beribsa, endi qo'yib yo'q. U bizga to'g'ri kelmagan deganning o'zi bu bir ahmoqonlik narsa. Qandaq shundaq bo'ladi? Alloh o'zi to'g'ri ko'rgan, o'zi yaxshi ko'rgan bandasiningki so'zini, ta'limotini, sunnatini saqlashga qodir emasmi? Qur'oni Karim Alloh albatta o'zining so'zi qodir, uning nima qildi? Shuning ichida Alloh shu payg'ambarning sunnatini qo'g'dashga Alloh subhanahu va taolo va'da bergilik. Chunki u din. O mukammal bo'lgan. Shu sunnat uni tushuntirib turadigan, Qur'onni tushuntirib turadigan albatta uning siz bu ummatninki to'g'ri yo'lni tepishi yoki to'g'ri yo'lda sog'lom mangalishi mumkin emas. Bu nuqtadan qaraydigan bo'lsak, bu safsatinki qanchalik zaharli ekanligini biz buni ko'ra olamiz. Ana bu yerda men yana bu nuqtaga kirishdim, buni men az shu hadis shuni inkor qiluvchilarga bir raddiya berish masalasini bir qaz to'xtalg'um bor meningki. Xo'sh. Garchi bu vaqt savol bo'lmasin, chunki buni hozir xalqimiz nima uchun degan bir savol bor bu yerda. Bu nima uchun agar bu shunchalik aniq bo'lsa, nima uchun bu odam bunday kelib o'tirib chiqara oladi? Zaras degani to'g'rimidi deganga o'xshash. Endi biz bunga bir Qur'oni Karimning o'zidan dalil bersak, chunki ular Qur'on degandan Qur'onni bilishimiz kerak ularga. Xo'sh. Ammo mu'min musulmonlar uchun ham hadisdan ham sunnatdan birimiz, ham uchinchi qilib butun musulmon olimlarning tarixdan biri 1400 yildan beri umum yüzlük musulmon olimlarining ahli sunna va jamoani Qur'on hadisni o'zininki minish yo'lininki miqyos qilib yashagan barliq olimlar, mufassirlar bo'lsin, hadis shunoslar bo'lsin, fiqhiy olimlar bo'lsin, bularning ko'z qarashi orqali undan qolsa, chunki bular o'zining gapini ra'yiga, o'zining logikasiga qarab o'ttirib chiqmoqchi uchun buni nima qilmoqchilar. Bu nuqtadan buni bir tushuntirib o'tishni to'g'ri ko'raman. Agar bu bizning so'rimizningki so'hbat. Albatta, mening savolimdan ochtirma bir savol bor. Masalan, hadis inkarchilarininki siz so'zlab o'tgandek, bu inkarchilarning orqasida kimlar bor? Bularning oxirgi maqsadi nima? Nimaga erishmoqchi degan bir savolim bor. Sizlar shunga javob bermoqchimi? Onunğa men qisqacha javob berdim deb o'ylayman, chunki bularning maqsadi bayam degandek, o'zi bilmagan narsaga kirib bilish. O'zi tushunmagan narsa. Chunki sen buning ahli emas. Hadis shunoslik ilmi nima? Sunnat ilmi nima? Sen bu yerda buni yo'qqa chiqarish orqali amaliyotda Qur'onni yo'qqa chiqarsa. Chunki buni haqiqiy logika bilan qaraydigan bo'lsak, Qur'onni inkor qilish to'g'ri keladi bu vaqtda. Nima uchun sen sunnatni inkor qilsa desa, chunki bu rivoyat bilan kelgan. Rivoyatlar o'zgarishi mumkin. O'ttirlik odamlar qalaymagan bo'lishi mumkin. Buningda buzuq fikrdagi insonlar bunga qalaymaganchilikni kirgizishi mumkin degan savollar bular. Ikkinchi qadamdagi maqsad sen boshqa debirsimi buni demak buni shu olimlar o'z vaqtida buni bizdan burunroq, sendan burunroq olimlar o'z vaqtida buni o'ylab bo'lgan. Shuning uchun bu hadis shunoslik ilmi o'tirga chiqqan. Chunki ular shundoq buzg'unchilarniki paydo bo'layotganligini his qilgan bo'lg'achqa, hadis ilmini rasmiylashtirib qonunlik sistemlar holatda o'tirga chiqqan. Bo'lmasa bu hadis sunnat payg'ambar alayhisolam davridan boshlan davom qilib kelgan narsa. Chunki payg'ambar alayhisolam, chunki bu ilmninki qanday taraqqiy qilishi, davrning o'zgarishidan qanday taraqqiy qilishiga kirsak, masalan, buni bir misol bilan. İnson tarixida ilmning taraqqiy qilgani har xil bo'lgan. Masalan, Fir'avnlar davrida masalan toshlarga uyib yozilgan ma'lum asarlarni qoldirish orqali, ma'lum haykallarni tiklash orqali bir tarixni
kelgusi avlodlarga sungan bo'lsa, keyingi davrlarda bu yine başka şekilde oturup çıkan. Mesela Peygamber Aleyhisselam davrida Kur'an nazil bulavatkan davrdaki ahvalı qaraydigan bo'lsak, kishilarninki ilm ilişi yada ilish bilan nima qilingan? Asosli yodlash. Yodlash nimasi shunchalik umumlashganki, kishilarni Alloh shunaga loyiq shu nima bergan? Ilmni mi, salohiyatni mi, qobiliyatni mi bergan? Ular so'zlarni so'zmasa yodlaydigan shunday bir holat yashagan. Musulmonlarning burun balqi nimalar Arabninki jahiliyet davridagi qaraydigan bo'lsak, shoirlar va danglab shoirlar. İmru'ul Qays bu degandekda, masalan, Antara deganga o'xshashlar. Bularning she'rlarini kishilar qanday tushungan anglaydi desa, yodlaydi. U yezib o'qiydigan ish yo'q. Faqatla to'g'ri ularniki bir xil, bir nusxasi bo'ladigan, uni kelib Kabening ichiga esib qo'ydigan masalan, eng dangliq she'rlarini bo'lsa. Qolganlar hamma odamning qo'lida bir nusxa bo'ladigan ish mumkin emas. Kopi qildigan mashina yo'q, print qildigan mashinalar yo'q. Ko'chirib yozdigan qog'ozmi yetarlik emas, qalam nimalar yetarlik emas. Ko'p sondagi odamlarning bu nima qilish, yozish, o'qish nimasi imkoniyati yo'q. Ham ko'p sondagi odamlar savossiz yashaydigan davr. Shunga ular nimasiga tayinladi dedi, yodilishga tayinladi. Ammo yodilishda shunchalik bir-biridan bahslashatdiki, bir so'z, bir harf egiz bilgan bo'lib qolsa, bilib oladigan, bir-birini tutib oladigan. Mushundaq darajada bahslib yashagan. Qur'onning shu bilinishi, vujudga chiqishi, ya'ni Qur'on vahiy qilindi payg'ambar alayhisolatu vasallamga. Payg'ambar alayhisolam qanday qilib yezib o'rganib, o'zi o'rganmadi, uni yodlab o'rgandi, Alloh uning qalbiga soldi. Uni hamma deb e'tirof qiladi, hamma musulmon e'tirof qiladi. Sahabelerning ko'p sondikilar shunda. Faqatlam 7-8 Alloh payg'ambarimiz Kutabul Vahiy ya'ni yozdiganlarni bekitgan bo'lsa-mu, ular yezib uni hamma odamga taqat qilgani yo'q. Ko'chirib olinglar degani yo'q. Ammo o'zi ba'zileri o'zida o'qib, azroq yozishni bildiganlar yezib o'zini o'rgangan. Bo'lmasa u payg'ambarimiz hayot vaqtida Qur'on taqi mukammal bir kitob shaklida bo'lmagan. Hammamiz uni bilamiz tarixni o'qiganlar. Abu Bakr roziyallohu davriga kelganda u bir Qur'on, bir kopi, bir lam kopisi bo'lgan yana. Va o'ylaylik, tasavvur qilib taqaylik. 400 ming musulmonning ichiga bir dona Qur'on bor. O Kur'an'da hozirgi ekran orqali taqib qilib ko'ringlar deydigan emas. U Abu Bakr roziyallohuning uyida, xalifaning uyida saqlangan Qur'on. Xo'sh. Boshqalarning Qur'on yodlash qanday bo'lgan? Qanday mavjud bo'ladi? Qanday imkoniyati bo'ladi desa, yodlash bilan bo'ladi. Bir-biriga til ig'iz orqali yodlaydi uni. U qarindishga o'rgatadi, u avvalisiga o'rgatadi. Shunday taraqqiy qilib, hatto Osmon roziyallohu davriga kelganda, uni 20-yillik davridan keyin qarasa, bu Qur'onni arab emaslam yodlaydigan shunday bir bir nimalar chiqqan, yodlashga boshlab ketgan. Ammo bu yerda yodlashning uslubida Qur'on 7 xil qiroat bilan 7 xil dialektda tushgan bo'lg'achqa, ba'zilarda bir xil xushmaslik sodir bo'lganligi uchun keyin buni, ya'ni Quraysh tili, ya'ni payg'ambar alayhisolamninki qo'llangan shu davrdagi qo'llangan til bilan buni birlikka kelib turib, musulmonlar ezib ketmasin, qalaymaqon bo'lib ketmasin deyish bilan bu Qur'on mukammal bo'lgan. Endi shu vaqtni o'zi qaraydigan bo'lsak, u vaqtda musulmonlarning soni millionlarni eshib ketgan. Namiya. Bu Qur'on shu vaqtda 6 ga ko'paytirilgan. Tarixda masalan har bir shaharninki, har bir davlatninki nimasiga valisiga, masalan Yamandagi valiga birisi bo'lsa, birisi Iroqnikiga birisi shunday qilib tarqitilgan. Birisi shu xalifaning o'zida qolgan. Demak bu Allohning Qur'on. Kishilar kelib men Qur'onni o'rganib olay degan imkoniyat yo'q. Shu vaqtda yana qanday qilibdi kishilar yodlab o'rganadi. Ana bu qanday mumkin bo'ladi desa mumkin bo'ladi. Chunki Alloh Qur'oni Karimda shunday bizga deydiki, va'da beradiki, "Vattaqulloh va yuallimukumulloh." Bu yerda faqat bir narsa talab qilinadi. Allohga haqiqiy taqvoligi bo'lsa bir insonningki, Alloh uni kompyuter qilib beradi. Kompyuter ham milyonlagan butun dunyoda hali ham 1400 yildan ortiq vaqt o'tib ketdi. Hali ham butun dunyoda milyonlagan qalbida 30 pora Qur'onni mukammal ko'tarib yurgan insonlar borki. Qarab boqsin mo'jizani yani. Dunyoda boshqa qaysi kitoblar bor? Men o'zimning misolini beray. Men Qur'on yodlagan vaqtimda balki 8 yosh 8 yarim 9 ga to'shmagan vaqtimda Qur'on yodlab bo'lgan. Men qachon yodlaganimni men o'ylasam esimga olmayman hozir. Kichik yodlagan, dadamdan o'rgangan bevosita. Men o'zim qanday yodlaganimni qanchalik o'qib o'zim bilmayman. Qanday yodlaganimni. Chunki u tariximda kichik vaqtim bo'lgancha. Dadam rahmatlikniki va boshqalarning menga deb bergan nimasilar mening Qur'on yodlash usulimni bir qatim o'rgatib qo'yatdi, ikki o'qiblam yodlab o'qib beradingiz deydi. Biz bir vatni, bir satini. Ikki dun zal o'qimaydingiz degan. Ashta o'qiydingiz siz degan. Men o'zim balkim shunday emas, o'zim o'qimayman. Ammo Allohning shunday bir nimasi, bir rahmati Allohga men o'zimni ko'rsatib demak, shunga o'xshagan bir ajam alif degan so'zning ma'nosini nima? Alhamdulillah ma'nosini uqmay turib, millionlagan insonlar Qur'onni yodlagan va Qur'onni sog'lom o'qiydigan, tajvidi shunday yaxshi, go'zal o'qiydigan insonlar bor. Shu vaqtning o'zida arablarni o'qimaydiganlar bor. Demak, bu bir hikmat, bu Allohning bir hikmatini tushunishimiz kerak. Bu endi bunda desa, Qur'onni Alloh shunda saqlayman deganki, mushtaq qiladi deydi. Bu Qur'onning egasi bo'lgan Robbimiz shu payg'ambarning egasi emasmi? Bu sunnatning egasi Alloh subhanahu va taolo emasmi? Qachonmi Alloh subhanahu va taolo o'zining Qur'onini, uning sunnatiga qarama-qarshi qilib qo'yishga Alloh rozi bo'lsin? Buni mantiqqa o'ylab boqaylik.
Bütün kainatın ilgisi boğan, hak bilen batılın iniq göstergen Rabbimiz kandak mı? Onunla razı buludu. Şunun için şu alimlarını, şu devirlerde bununla karşı şu sepsetelerini oturup çıkan vaxtıda, yak bununla biz karşı duruşumuz gerek. Bunu oңuşuşumuz gerek, bunu sistemlik yolda oturup koyuşumuz gerek. İkinci esirde bu oturup çıkan bolsa mı, ameliyette hadisninki ilmi, sünnet ilmi, Peygamber Aleyhisselam'ın devrinin yüzüdür da. Sahabeler otursa da, yadılaş arkalık, bir-birine nima qilingan, ba'zilar hattoki yozib olgan nimalari bor. Yaqinda bir asarni ko'rdim men nimada izlanib, bir ilmiy tadqiqotni. Buningda Abu Hurayra radhiyallohu anhuninki bir shogirdi bo'lib, Umam degan nomli. Bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamninki hadislaridan Abu Hurayra radhiyallohu anhu tili orqali 150 ga yaqin faqat axloq babidagi axloqqa oid bo'lgan hadislarni o'zining qo'lida yozgan ekan. Bu keyingi vaqtda bu asar tepilgan. Ayni nusxasi tepilgan. Tepilgandan keyin buni kishilar Abu nimaninki İmam Buxoriyninki Al-Adabul Mufrad degan kitobidagi hadis to'plamasiga va Buxoriyning ichidagi shu mazmundagi hadislarni hammani solishtirib ko'rgan. Natijada o'xshash chiqqan. Gerçi İmam Buxoriy 2. asrda keyin mesela o'ttirga chiqib bu hadislar ilmini, buni ilmiy tadqiqotni ilib berib, buni mushtaq o'zininki shu davrdagi imkoniyatiga yarasha tirishib, tirmishib, bunu hadislarning to'g'ri hadislarni bekitib chiqqan bo'lsa, bu hadisniki shu Abu Hurayra sahobalarning davridagi yozilgan nusxasına o'xshash chiqqanligining o'zi bu bir amaliy bir isbot. Endi buni voy qani desa chiqsin va shuni ko'rsatib, buningga ko'zga tiqsaq bo'ladi. Ama bunu bir sen başında bunu bir izlenişin gerek, ilmi tadqiqot ilib berishing gerek. Hadis sunnatlik ilminin qandaligini dünya tarixida bundaq bir ilim, bundaq bir tadqiqotninki mukammel bo'lgan bir shaklda bundaq ilm bo'lgani yo'q. Her bir hadisninki o metni deyimiz mesela asli Peygamber degan ig'izdan chiqqan so'zi va uni rivoyat qilgan sahobalardan boshlab ta yozib xotirlangan qadar bu odamlarninki tarixi, kep chiqishi, qandaq odam, iymoni qandaq, axloqi qandaq, rostchilmi, yolg'on kichikkina bir odamning mesela bir ishonchsizlik paydo bo'lgan bo'lsa, uni hadisini rad qilish yoki uni hadisiga ishonchsiz deb qarash. Bu bekitilgan narsalar, hattoki al-jarh va at-ta'dil degan bir qonun, bir ilmninki maydonga chiqishi buni ahli ilmlar, din o'qiganlar albatta biladi. Ajoyib bir zo'r ilm bu. Bunu ko'rib turib hattoki mustashriqlar. Buni hali dindan ko'rmagan shu shaxsmi, men mustashriqlarning ig'zlar orqali ko'rib baqsinchi, ular nima deydi dinimizga? Bundaq bir mukammal, bundaq bir sistemlik bir din yo'q deydi. Mustashriqlar deydi va dinimizni o'rgangan, ammo o'zi iymon etmaydiganlar. Ammo o'zini mu'min deb javobatgan, jariya bir jakarlayotgan bir odam bo'lib, buningga o'zininki mening fikrimdan, mening qarashimdan deb o'zininki kichkina bir qarashini kelib, ba'zi misollarni o'ttirib qo'yishi nima degan ahmoqonalik. Ama onunki kalan misalini ben ona muhim de mi karamayım bunu misal eliştim ama hacit yok. Çünkü asası doğru bulmagandık onun bütün ekegen delillerinin hepsi asassız olan buludu. Na doğru olan buludu. Onu rad kılmamız. Onu kança uzun sözlü varsın ya ki ona kança bir vakır oturup koymasın. Onunki asası çünkü bu ilim elişninki ilimni oturup koyuş, münazara kılışninki bir usulü var. Bir sistemisi var. Bunun uçuşmaganın hepsi rad kılındı. Bu dünyadaki ilimli sahasideki ilga her kandak bilenki bir prensibi bu. Bu fenni ilim bolsun, dini ilim bolsun, ilim buluşun kat'i nazar. Elbette. Hoşam ben şu hadis inkar soruğa bir reddiye bir işte hoşam. Hoş. Ben şu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerini aşı hadislerden ondaki beş türlük nesini ben oturup koymakçı bir yerde halkım için mani. Onu kabul kılmayan adam kabul kılmaydı. Çünkü kalbi qardab ketgan insonga Alloh Qur'oni Karim degan Qur'oni Karimning o'zida "Walau annana nazzalna ilayhimul malaika." Biz ularga ostondan farishtalarni tushirsak-mu? "Wa nazzalna walau annana nazzalna al-malaika wa kallamahumul mauta." Uluklar chiqib so'zlasimi ularga, qabrisidan chiqib. "Wa hasharna alayhim kull shay'in qubulan." Uning oldiga barliq tugab ketgan qaytadan tirildirib akib bersak-mu? "Ma kanu li yu'minu illa ay yasha Allah." Allah irada qilmasa ishonmaydi. Albatta. Hatta ki ölüp ketken insanlarımız dünyaya gelip kayıtı bir yaxşı adam buluşunu arzu kılıyordu Kur'an'da şundak değil. Ama ola dünyaya şu fırsat verilmeydi o mümkün emez. Çünkü Allah sözünü özgertmeydi. Bir katım kelimiz bu dünyaya. Eğer şulağa şu ruhsat verilgen imkaniyet boğan bolsa, dünya kayıtı hikayesini buludu. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Eğer olağa şu nimi verilse, doğru. İmkaniyet verilgen takdirde mi? O çıksa yeni şu izin askerliğe kayıtıdı bu. Yüzünün yine karangılığa kaydıdı. Çünkü onun kalbine iman bile yorgan yeri yok. Tabiiyeti yalgancı onunki. Bu yalgancılıkla yaşayan. O şunun çıkıp hem de kurtulduğunda da yine yüzününki hata yolda mı kaldı. Çünkü bir yerde bu sözlerini ben demek ki bu kadar halkınınki düşünüşü için, fehmi için, aydınlaştırışı için,
qalbiga müşta bir şekillər kelib qılıb, zaten bu gaplarning qanday bir asosi bormidi deb qoyilgan qarindoshlarim uchun men bu narsani o'ttirib qo'ymoqchi qarindoshlarim. Xo'sh. Birinchisi, Qur'on Karimningki o'zidan bir muncha bir necha o'rnaklarni misol qilib olsak, Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nayt iniq qilib aytgan. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Kimki payg'ambarga itoat qiladi ekan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. To'g'ri, endi bu shuni, bunga o'xshab bir necha aylar. Ey mu'minlar, Allohga itoat qilinglar, Allohning rasuliga itoat qilinglar. Payg'ambarning buyrug'iga itoat qilmaganlar Allohning ularga qattiq azobning kelib kelishidan hazar aylasin. Fal yahzarillazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna. Bir fitneningki, bir chiqolmaydigan bir baloning ichiga kelib kelishi yoki ularga aniq bir qattiq bir azobning kelib kelishi ular hazar aylasin. Fal yahzar deydi Alloh. Allohning askari chimavi. Undaki Allohning aytidi. Sening Rabbing bilan qasam deydi. Alloh o'zining kattaligi bilan qasam qiladi. Fala va rabbika la yu'minun. Ular hargiz mu'min bo'lmaydi. Mu'minlik davasini mu'min bo'lmaydi bir odam. Uning amaliyati bilan bo'lgan iymon bu. Amaliyati uni ko'rsatish kerak. Hatta yuhakkimu. Sizni biz hokim qilib turib, o'zining masalalar o'rtasida sizningki hukmingizni anglab, uni qabul qilib, uning ustida shak shubha keltirmagan daraja kelmaguncha uning iymoni mukammal bo'lmaydi. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Ana qabul qildimlar emas, u kifoya qilmaydi. Qabul qilgandan keyin uning qalbida zarrachilik, uning shak bo'lmasligi kerak. %100 uningga taslim bo'lish kerak. Garchi u hukm sizning zitingizda bo'lgan bo'lsa-mu, sallamda bosh ustiga. Savol qilmasangiz, undaki siz o'zingizni mukammal taslim bo'lgan vaqtingizda undaki mu'min bo'lasiz. Yana bir oyatda, ey mu'minlar, sizlar Allohning chaqirig'iga qo'shilinglar. Allohning rasulining chaqirig'iga qo'shilinglar. Chunki Alloh va Allohning rasuli sizlarni hayotlikka chaqirdi. Undaki oyat fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Alloh va rasul. Sizlar bir ishda qadalash qilib qolsanglar, Alloh qilib qaytinglar sunmamdi bu yerda. Qur'on bo'lgandiki, Qur'on qilib qaytinglar sunmamdi. Nima uchun va ila rasul deydi Alloh subhanahu va taolo. Qur'on ajran hammasiga javob berdi bo'lsa, bo'ldi Qur'on qilib qaytinglar deb to'xtagani yo'q. Farudduhu ila Alloh va rasul in kuntum tu'minuna billahi ma shart bak muhim. Agar sizlar haqiqiy Allohga va qiyomatga iymon etsanglar, demak, sen uningga qaytaranmasang, o vaqtda sening Allohga va qiyomat kuni bo'lgan iymoningda savol belgi qo'yish chiqdi bu yerda degan gap. U o'zingni surishtir. Boshqalarning ustidan gap qilishdan burun o'zingning iymonini biroz tekshirib chiq degan gap. Va ma ataakumur rasulu fakhuduhu. Payg'ambar akagan narsani qabul qilinglar. Va ma nahakum anhu fantahu. Va u to'sqan narsani yeninglar. Endi u payg'ambar faqat Qur'ondagi narsalarni buyurdi, Qur'onning sirtiga buyurmaydi deganlik chiqmaydi bundan. Qur'ondagilar albatta buyuruydi, ammo uni izohlab payg'ambar alayhisolatu vasallam deydi. Mesela bayam yuqorida men shu mustamliklar o'rida mushtaq masalani o'tirib chiqqanligini qo'ydim. Buning bir misoli shu davrda bo'lgan bir o'tirib chiqqan bir misol. Hozir Xitoy hokimiyati bizga deydi-ku, meros nimasiga hech qanday odamning olish haqqi yo'q, hech qanday molla olish olmaydi. Hukumatningki qonuni bo'yicha bo'ladi deydi. Endi u qonun nima desa, hukumat o'zi belgilab olgan qonuni. Endi bu inglizlarmi shu narsani o'tirib chiqqan shu vaqtida. Qur'onda masalan qizlarga berilgan hukm, ayollar, o'g'illarga berilgan hukm aniq-ku. Yani aşınodimi bular o'zining ra'yini qilib shu hokimiyatni xush qilish uchun safsata ishlatgan. Nima desa, yusikumullohu fi auladikum lizzakari mislu hazzul unsayayn. Alloh sizlarga o'g'illar bilan qizlarning o'rtasidagi meros nimasida o'g'illarga qizlarga nisbatan ikki kasb berishinglarni tavsiya qiladi, buyuruydi deydi. Nima? Endi bu oyat kimga qaratilgan? Musulmonlarga qaratilgan. Endi bular u vaqtdagi davrdagi kofirlar bo'lg'achqa, kofirlarning meros haqqi bo'lishi kerak deb bu oyatda, chunki bu yerda musulmon bolalaringlarga degan narsa yo'q, shunga bu kofirmi, musulmondan meros asli bo'ladi, musulmon kofirdan meros asli bo'ladi deb, shunday quruq tafsirlarni qilib, shu hokimiyatini xush qilish uchun shunday tafsirlarni chiqargan. Bu o'rnak misollardan birisi shu davrdagi. Ana hozirmi shunga o'xshagan narsalar bo'layotdi. Undagi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikki narsani qoldirib ketdim. Qur'onni va sunnatimni. Shunchalik aniq so'z. Bütün hadis olimlari, bütün musulmon olimlarni hammasi qabul qiladi. Hattoki men o'zimning sunnatim emas, meniki xalifalarimniki to'g'ri yo'l ustida bo'lgan xalifalarimning yo'lini sizlarga qoldirib keldim. Demak, mening yo'limni eng to'g'ri tushungan xalqlar shu musulmonlar, bularning yo'liga ergashsangiz to'g'ri yo'lga ergashgan bo'lasizlar. Chunki ular eng yaxshi Qur'onni tushunganlar, eng yaxshi payg'ambar alayhisolamning sunnatini tushungan kishilar. Endi bu shunchalik ko'p, Qur'oni Karimda oyatlarni aytib ko'p. Hadisdan qarasak, mana bu hadislarning aytib aniq. Endi musulmon olimlarning butun tariximizdagi islom ummatiningki yetakchilari, olimlari bularningki qaraydigan bo'lsak, bularning bu vaqtda hammasi o'rtaq birlikka kelib bo'lgan masala. Ijmo' deymiz buni. Xo'sh. Bütün olimlar o'rtaq birlikka kelgan. Ham buningga qarshi qilganlarning hech qaysi 0.1 nimaga kelmaydi. 1% hargiz yetmaydi. Bir odamning masalan biz demokratiya asosida yasayotganlarga deylik, o'zinglarning aqli bilan tafakkuri bilan buni bir selishtirib, qaysi to'g'ri, qaysi xatoni belgilamoqchi bo'lsa, to'g'ri xatoni son bilan ko'rib baqish kerak, to'g'ri-da? Masalan 1%. 51% birisi, 49% birisi bo'lib qolsa, 51% yengan bo'ladi. Ana bu yerda shu nuqtadan bo'lsa bir qarab baqish kerak qarindoshlarimiz-chi. Bu buning gapini qilayotgan kim qanchalik odam? Persanga yetmaydi. 1 2 3 odam yoki bir nechidir balkim. Hammasi jahil, hammasi
Qo'sqida haqiqiy Qur'oni Karimdan ibnning asosi yo'q. Masalan, bir olim bo'lishning bir sharti bor-ku, masalan, Qur'on diniy olim bo'lishning shartlarining birisi. Ondan shartni qo'ydi olimlar. Birinchisi Qur'oni Karimni yaxshi bilish, tajvid bilan o'qiydigan bo'lish, yodda bilish. İkincisi Qur'oni Karimning nasix mansuhlaridan tortib, uning hukmlari qachon tushgan tarixlarini hammani bilish. Ya'ni bu yerda tarix degan vaqtimizda sunnat avtomatik kiradi. Chunki uning tarixini bilish uchun sunnatga, shu siraga murojaat qilish to'g'ri keladi. Arabchani yaxshi bilish. İslam tarixini yaxshi bilish. Balog'at ilmini bilish. Deganga o'xshash 10 turlik ilmni bilan shartlarni qo'yiladi. Buni tafsilotga kirishimiz bu yerda vaqtimiz yetmaydi. Demak, ijmo demasini bütün ulamolar buni birlikka bo'lgan musallam. Endi buni ulamolar nimaga gapirdi? Kim mushu iniq bo'lgan, taslim qilingan bütün olimlar tarixdan biri o'rtaq bo'lib kelgan narsaga qarshi chiqsa, bu yerda bu haqiqatga qarshi chiqqan bo'lib, bu dindan chiqib ketadi deydi. Chunki bu inkor qiluvchiga kelib qoladi. Al-ma'lumu bid-darura degan bir narsa zarur uni qabul qilmas bo'lmaydigan bir narsa bo'ldi masalan dinda. Iniq bo'lgan aytmay. Buningga qarshi chiqishni o'zi sen dindan o'zing chiqib ketding degan gap. Buning masalasini sen o'zing qanday tushuntirsa, hamda uni Allohga topshiramiz. Undan keyin o'xshamagan mazhablar o'tirib chiqdi. Biz hozir bu yerda biz e'tirof qiladigan, biz musulmonlarning ko'p sonliklar e'tirof qiladigan 4 mazhab bor. Ahlus sunnah deb atalgan. Hanafi mazhabi, Maliki, Shafi'i, Hanbali mazhablar. Hamma mazhabninki peshvolaridan tortib, mushu mazhabninki xizmatkorlari, mushu mazhabda ilm olgan olimlarning hammasi o'rtaq bu masalaga kelgancha qarshi fikr yo'q bo'ladi. Xo'sh. Nurg'un masalalar qarshi ijtihod masalalarida. Masalan, birisi deydi, "Men tarixni mayirda mundaq qilib, birisi ma mundaq deydi." Ammo bular hammasi bu ijtihodni qilib nima bilan qiladi? Sunnat ash kelgan hadisninki o'zininki ashuni qabul qilish shartiga qarab turib, tushunchasiga qarab turib, hammasi deydi o'xshamagan fikrlarni o'tirib qo'ydi. Aniq fakt bo'lmagan yerlarda. Qur'onda aniq fakt bo'lmagan yerda. Ammo aniq bo'lgan yerda ular u gapni qilmaydi, o'zining ijtihodini demaydi. Shunga hatto bütün olimlar o'rtaq bir narsa. Agar mening so'zim sahih hadisga zid bo'lib qolgan bo'lsa, sahih hadis demak bu yerda bizning olimlarimiz Alloh burun to'g'rilar, noto'g'ri bo'lgan hadisni bekitib bo'ldi degan gap. Xo'sh. Mening so'zim to'g'ri bo'lgan bir hadisga zid kelib qolsa, uni tam o'r mening so'zimni. Hadisga amal qil degan. Xo'sh. Mana bu bizningki hamda dalillarimizdan bütün musulmonlar e'tirof qilgan Qur'on, hadis, ijmo, undagi mazhablarningki fikr bo'yicha aytganda hammasi mukammal bo'lgan bir narsa bo'ldi. Hamda aqliy dalillarga kelsak, bu texnik hukm. Payg'ambar alayhisolamning mangulik payg'ambarligini e'tirof qilamdi, qilmamdi shu odam. Men bu bir savol so'rab qo'yay. To'g'ri, Qur'oni Karim bilan ishlaymiz, albatta, shak yo'q, uni albatta hech kim ishlamasa, kafir bo'ldi. Shuning ichida payg'ambar alayhisolam payg'ambarligiga ishlamsiz? Albatta ishlaman deb javob berdi. Va shundaqla payg'ambar alayhisolamniki tam mangulik payg'ambarligimi ishlamsiz? Ilgirki payg'ambarlarga o'xshash shu davrning payg'ambari emas bu. Yoki shu millatning payg'ambari emas. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Biz sizni Muhammed alayhisolam bütün insoniyatga ham ogohlantiruvchi, ham xush bishorat beruvchi payg'ambar qilib o'tdi. Rahmatan lil alamin, bütün insoniyatga rahmat qilib o'tdi. Payg'ambar alayhisolam hattoki musulmonning payg'ambari, kofirlarning payg'ambari. Ammo ular e'tirof qilmaganligi uchun kofir deymiz. Bu musulmon bütün insonlarning payg'ambari. Unda bo'lgan payg'ambar alayhisolam mangulik payg'ambarligini e'tirof qilsangiz, mangulik payg'ambar bo'lgan kishininki, shaxsninki so'zi, ta'limoti cho'qim mangulik bo'lishi kerak uni. Yepe şu davrgilam bağlanıp kalıdığan özünün peygamberliğe ta kıyamet şu buldu dese bu kamlaşmaydıgan kıyas. Logikaga mantık uygun emas. İşte tan kelgan vaqtda undan o mükemmel narsa bo'lgan bo'ladi. Uni e'tirof qilish kerak demoqchiman. Undan keyin rivoyatlarga rivoyat bo'lganligi uchun ishongil bo'lmaydi deganning o'zi o tarix bu rivoyat bo'lganligi uchun Qur'oni Karimning tarixiga qaraydigan bo'lsa, u bir rivoyat asli. Mesela rivoyatdan keldi demak, vahiy keldi. U vahiyni payg'ambar alayhisolam qabul qildi, uni yozuvchilar yozdi, undan keyin ular bir-biridan o'rgandi. Demak, buni bizga hozir qadar mushuning munda kelganligi nima bilan keldi desa, shu tarixni ki rivoyatlari bilan. Endi bir yerda rivoyat degan bizning Uyg'urcha tilimizdagi rivoyatlar qisab-sata yolg'on so'z degan gap emas. Rivoyat degan bir nimaninki bir shaxsdan yana bir shaxsga to'g'ri bir so'zningki to'g'ri shaklda yo'linishi, davom qilishi bu rivoyat deyiladi. Bu hadis ilmidagi gap bu. Buni raqamga Uyg'urchalashtirib tushunayotib bo'lmaydi. Shu bizning bayonotimizda bu narsani aytib biroz aniq qilib, rivoyatninki bizning qarashimizdagi rivoyatninki nima ekanligini biz aniq qilib o'tirib qo'ydik. Albatta qarindoshlar buni o'qisa buni tushunib oladi. Demak, buni qarg'a vaqtimizda Qur'oni Karimni, islom tarixini, hozirgi kelguchi bizning tariximizning islom tarixini davom qilishini hammasi rivoyat bilan bog'liq bo'ladi. Xo'sh. Siz undaq bo'lsa, o'zingizning rivoyatini, tarixingizni inkor qilamsiz, payg'ambar alayhisolamning davrini inkor qilamsiz, siyratini inkor qilamsiz. Agar buni men yeni bir siyosiylashtirib bir javob berib qolsam, shuni qo'shib chiqilmoqchi bo'lsam, buni inkor qilsangiz, siz o'zingizniki sharq turkistonlik ekanligini inkor qilishingiz kerak. Sizning sharq turkistonlik bo'lishingizningki isboti nima? Fakitingiz nima? Balkim siz Xitoy bo'lishingiz mumkin tegingizdan. Yoki boshqa bir narsa bo'lishingiz mumkin.
Siz o'zingiz Sharq Turkiston degan vaqt nima deysiz? Mening onam Uyg'urti, dadam Uyg'urti, buvam Uyg'urti, yana birisi shu zamanda yashab kelganda, mening bunda tarixim bor deysiz. Davoyingiz bo'ladi. Ammo uningga bir yozma shaklda nima desa, masalan Uyg'urlar degan kitobimiz bor. Turg'un almasniki. Nebijan Tursunning yaqinda chiqargan masalan Nashtumliq Uyg'ur tarixi bor. Alimlerimizden Abdurrahim Ötkür'ninki ve başka tarihşünas alimlerimizninki oturup koygan tarihimiz var. Siz şunu hemmesi yalan diyelemsiz. Çünkü bu bir rivayetke bağlıdır o. Ulamı şunu yazgan vaxtıda birisini anlaydı, yine birisinin yazmasını görüyordu, yığıp ekiliyordu, tetkik kılıyordu, onunki ma doğrusu, ma hatası da ayırıp oturup koyuyordu. Onu nekçimin ile tarihini skidep veriyordu. Onu siz inkar kılış haddiniz yok, korkaysınız ondan. Çünkü halka alamaldır resva olasınız. Bu insanın ki insan bak hatalık sadır kılıdığı adamın gibi siz korkaysın. Allah yüzünün peygamberim. Bunu ben qoğdayma. Bunu ta kıyamet kuşu bunu ben nameni roşan kılma. Diyen bir mükemmel boğan bir Allah'ın ki peygamberinin sözüne kalaymaqançılık bu kılışı mümkün mü? Mantık bir kallıyla oylap bakaydı beni. Hoş. Hadis hizmetini kılan alimlerine kelsek tarihten biri. Hiç biri fakat bizge hadisli kıfayı kılıdı dep davran sağınıyor. Yani Kur'an'ın Allah tarafından düşürülgen bu kitap hakkında şek şüphe kılımı yok. Hiç kim bunda şek kılmaydı. Ama bulanı yine demek Kur'an bolsunu kufayla davransılar şu alimlerini köz gelmezler. Demek siz de kaldınız mı dünyada bir alim bulup? Sizden başka bir alim yok mu? Başkalarının gibi hemisi yalgan. Sizle bir en doğru alim bulup kaldınız mı? Bu gepki kim mi işine? Saran mı işinmeyi bu gepki? Hoş. Eğer siz özünüzde alim deseniz, şu alimlara layık bulup, alimlara okşaş bir menasini tetkik edip, o özünüz ügünü vargan, uyabiyadın ehli ilimler kubul kılmaydıgan bazı rivayetler var da mesela. Hele bir misal var bir dep koyay. Ayının yerilganlık, ayının iki başı boğanlık hakkındaki birisi tağının ayaklı düşüptü degen gep. Düşüptü degen gep yok hakiki tarihte. İkiye bölündü bu tağ onu oturup çıkını ayırıp durdu körüstüp verdi. Dep yazıldı tefsirlerde. Hatta ki bunu Hindistan tarihçilerden şu devrin özü bunun boğanlığını ispatlaydı. Kur'an-ı Kerim ispatlagan bu. Hem de siz bunu mandak dep onu kamlaşmayan gep bu akıldan ötmeydi o. Biyaga tusu degan Mekke degan vayron qo'yatmamte degan o'zingizning bir cheklik aqlingiz bilan bundoq tushunib olsangiz payg'ambar alayhisolamning mo'jizalarining ichida qo'llardan sularni buloqlarni iqib latchizlagan odamning suv ichganligi. Buni qanday qaraysiz? Buni inkor qilamsiz? Mo'jizalarni inkor qilish to'g'ri keladi, chunki sizning qalbingizdan o'tmaydi bu. Musa alayhisolamning mo'jizasini inkor qilishingiz kerak. Isa alayhisolamning o'likni tirildirishdan iborat bo'lgan mo'jizani inkor qilish to'g'ri keladi. Chunki u hammasi bizga rivoyat bilan keladi. Xristianlar janada yüzden İsa alayhisolamdan 300 yil burun o'ttirga chiqqan kitobni İsa Aleyhisselam emas, Paul, James, Luke deganga o'xshash shu o'zining diniy olimlarininki mushu Bible, mushu bizga tushgan kitop deb o'tirib qo'ysa, shular jinda o'zining iymonining qanchalik ojizligiga qaramasin, shuni o'zining bizning kitobimiz deb muqaddas biladi. İtiraf qiladi shuni. Rivoyatini qabul qilish Paullarning gapini anglaydi ular. Masalan, bir inson bir o'zining diniga muhabbat bog'lagan odamninki ma'nisini da'vat qilib ularniki to'g'ri da'vat yo'q. O'zining diniga bir ixlosi bo'lgan, sadoqati bo'lgan bir odamninki bunchalik narsani tushunishga albatta qurbi yetadi. Xo'sh, endi yana bu yerda hadis rivoyatiga ishonch qilib bo'lmaydi degan sabsizlik kelsak, yana bir narsa, yana bir aqliy dalil. Bu xil andisha haqida tarixdan bir ulamolar bizdimi bakrak ahamiyat bergan narsalar. Shundami ya? Butun ulamolar buni izlangan, hatto hokimiyat tarafdan rasmiy bir mustahkam, muntazam bir nima qurilgan shu davrda. Bu shunday qilishimiz kerak. Bo'lmasa buni bo'lmaydi degan shaklda bir narsa o'tirib chiqqan. Xo'sh. Kun tushib oldim, yaqinroq kichkina tap turaymi? Kechiringlar. Kranlarni qoldi. Xo'sh, endi bu olimlarimiz uni tekshirish, bekitish, rost yolg'on rivoyatlarni bekitish nimasida nihoyat cho'ng kuchlarni sarf qilgan. Buni tarixda o'qiydigan odamlar buni aniq biladi. Buning uchun maxsus mush hadisning qanday shakllanganligi haqidagi nimaga alayda to'xtalish to'g'ri keladi. Bu ayrim bir dars bo'lishi kerak. Balki ustozlar mesela qarindishimiz Abdurrahman Jamal buning kemasida azla o'tirliqi o'zining suhbatlarida o'tirib chiqadi, so'ngan bo'ldi. Taxmin inshaalloh kan dairada Alloh xolisa biz bundan keyin endi bu suhbat bo'lasini taxmin aydınlashtirish uchun ulamolar birligi tarafidan bu bir nimalar komitetimiz bor. Inshaalloh buni o'tirib chiqaramiz. Alloh xolisa arada taxmin dalillar orqali. Endi bu bir narsa, yani yeni birisi hadisshunoslik ilmi dunyoda mavjud bo'lgan ilmlarning ichida tekshirib bekitilishi eng murakkab, eng qiyin ve hatta en sağlam bo'lgan bir ilm bo'lib, hatto sharqshunoslar tarafidan bu e'tirof qilingan bir ilm hisoblanadi. Xo'sh. Buni men bayon bir qisqa o'tdim. Endi har bir ravi hadis rivoyat qilgan tekshirishda uningki yolg'onchiligi, dastligi, ilmi, pokizligi, axloqidan tarafdan tortish. Odatda bizning islom dinimizda bir odamning yomon gapini qilish ruxsat emas.
Şekillenadi. G'iybat qilish şekillenadi. Tuhmat qilish şekillenadi. İslam buni yo'l qo'ymaydi. Yolg'onchilik albatta o'rin yo'q. Ammo hadis ilmiga kelgan vaqtida maxsus babba har bir odamni keskin turib uni tekshirish kerak. Chunki uni tekshirmasangiz bir ig'iz so'z shuning orqali shu odam orqali yolg'on qo'shilib qolsa, va dinga narsa bo'lmagan bo'lib qolasiz. Bu omonat. Chunki şu alimlerimiz İmam Buxoriy, İmam Muslim, Tirmizi, Nesai, Ibn Majah qatorliq Daraqutni deymiz, Tabarani deymiz. Şu alimlar nemeni ko'z tutgan desa, "Men kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kimki bir yolg'onni o'ydirdi ekan mening nomim bilan, uni ig'izdan chiqarishdan burun o'zininki davzaqdan bir o'rinni o'ziga bekitib olsin degan shu hadisni bilib, shuniga iymon aytib, shunidan qo'rqib, qalbiga necha qatim uni surishtirib, har bir hadisni qavvat necha qatim o'ylab, necha qatim tekshirib, shunday qilgan. Albatta. Allah subhanahu wa ta'ala ularning shu qilgan xizmatiga barakat berganligi uchun bizga davom qilib kelyapti. Allah ulardan rozi bo'lsin. Bundaq bir shaxsiyatlar, olimlar, boshqa bir dinda, boshqa bir diyonatda, boshqa mazhablarda o'tirib chiqmoqlik bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'ala bizni mushu ummatni ko'tirish hikmati bilan, saqlab qolish hurmatli hikmati bilan Qur'oni Karimninki ta qiyomatgacha kishilar tomonidan to'g'ri tushunishi uchun, to'g'ri o'qilib, to'g'ri anglab, to'g'ri tushunib, to'g'ri amal qilish uchun Allah subhanahu wa ta'ala mushu sünnet ilmini, hadis ilmini Allah bizga qoldirgan. Yani bununla Allah subhanahu shundaq katta insonlarni Allah subhanahu wa ta'ala bizlarga nasib qilgan. Allah ulardan rozi bo'lsin. Endi yine bir nokta bir yerda barliq bilimlarning hozir qadar davom qilib kelish davridagi bir ilm o'rganish nimasiga bir qarab chiqishni men nima qilaman. Beşini bo'lsa, masalan bayan deb o'tdim, rasmiy toshlarga ura nima qilib, uyib qilish yoki bir haykallarni tiklash orqali masalan tarixda kishilarga ilmlar qoldirilgan bo'lsa, endi bu ilmlar endi yana qaytadan qizilib, qaytadan tekshirilib o'tir masalan. O'sha Fir'avn davridagi shu ilmlarni hozir maxsus shu yoziqlarni o'rganib, tekshirib, voy munda bo'lib degan undaq qilib hozir taqim kitoblar yozilib o'tadi. Hozir doktorlik unvon, magistrlik doktorlik unvonlar netis ilinib bo'ldi mush soat. Hozir qilib o'tadi. U derslarninki rastçılığına hazır alimler dikitip oldu. Yani bu bir insanga belki dünyada ya faydası var ya faydası yok ilimler. Ama bunu gayet kıymetli de qarab keldik. Ama Allah'ın dini bilen münasebet bulgan ilimni qadrlamandik. Ameliyatda ilimni qadrlaganlar kim tarixda? Müslümanlar. Albatta. 15-16 asrlargacha kelguchi bo'lgan qarang'u davrda yashayotgan Yevropa millatini o'yg'atgan kim musulmonlar? Bu biz hozir dünyadagi kompyuter uchur degan narsaga yetkazishga asos bo'lgan matematika ilmi, algebra ilmi, bu ilmlarning hammasini masalan nimalarninki orliqlarni nima qilish, masofani bilishdan iborat bo'lgan mush ilmlarning hammani kimlar o'tirib chiqargan? Durbunninki nimasini, yaroqni ko'rish nimasini kimlar o'tirib musulmonlar qilgan bu narsalarni? Hammamizga ma'lum. Yani bu olimlar albatta bu narsaga albatta ahamiyat beradigan olimlar. Endi demak buni bundaq bo'lgan bo'lsa, yodlab o'rganish davrini dedik payg'ambarimiz davridagi Alloh shundaq in'om qilgan ularga. Yazıp ögünüş, kol yazmalarını birbirine kaldırış arqılı, küçülüp ögünüş, birisi bir narsa bo'lmasa uni ögünüşün küçülüp ögündüğün. Sahabalarning davrida sahabalar bo'lgan. Peygamberimiz bazı hadislerini küçülüp algan ama Peygamberimiz ma'lum kishilarni to'sqan. Kuttabul vahiyga o'xshash mesela vahiy yozib atganlar qilsa balkim almashtirib qo'ymasin deb, agalandiganki, lekin boshqalarni hammalar qilmoqlar deb o'rtaq to'sqan yeri yo'q. Abdullah ibn Umardan nurg'un narsani yozatdi. Abu Hurayraning o'zidan mesela men yodlaytdim, Abdullah yozatdi deb uning ortiqchiligini shunda bayon qilgan taraflari bor. Xo'sh. Ondan keyin darslik qilib o'rganish masalasi bor. Darslik qilib ustozning oldidan o'rganib, bir batni olsak, shuni yodlab o'rganib, yana o'qib berib bunday qilgan biz masalan kichikimizda, vatanimizda shunda o'qiydik. Bu bir ilm o'rganish usuli edi. Ondan keyin ustozlardan alayda ta'lim olish. Oldiga berib anglab, ondan keyin ustoz shuni o'qib berib qayta, uning tasdiqini o'tkazib, ondan keyin yana bir dars o'tib, ondan keyin har mavsumlik imtihon berish usuli bor. Shu o'rgangan narsadan keyin. Ondan keyin tarjima davri bo'ldi. Tercüme devri mesela 8. 9. asırlarda tercüme devri. Bu yerde mesela Müslümanlar mı, Greklerin, Yunanlıların nurgun neslini tercüme kılgan. Ondaki Müslümanların nemeleri, ilimleri Avrupa eller tarafından 11. 12. asır, hatta 15. asırgacha bo'lgan davrlar hammasini tercüme devri deb hisoblanadi. Tarixda bu tarix o'qish kerak, uni ko'rsa uni bilib olaydi. Ondan keyin asarlarning manbalarini tadqiq qilish, o'rganish bu bir usul ilm o'rganishniki. Keyingi vaqtlarda biz kichik vaqtlarimizda shpigiraplar bor. Şpigiraplarni nima qilib yozdiganchu, vatanlarda biz kichkimizni ko'rapdik buni. Uni orqali nurg'un narsalarni ko'chiradigan ishlar bo'ldi. U orqali o'rgandik. Undan keyin xat bosadigan mashinalar chiqdi. Nima ya? Xat bosadigan mashinalar chiqdi. Mesela 80-yillarda uni ko'rdik. Undan keyin ovozga erishma uskunlari chiqdi. Unalg'ida dedik. U orqali xalqlar anglab, naqshlarni o'rganadigan, tang o'qiydigan vaqtlar chiqdi. O davrlar bo'ldi. Uni ko'rdik. Ondan keyin mesela sin algı çıktı. Kiran arkalık nima qiladigan narsalar chiqdi. Uni ko'rdik.
Mesela ondan keyingi bo'lsak, hozir mesela kompüterlash masalasi chiqdi. Kompüter masalasi chiqdi. Kompüterlikda orqali o'rganadigan ishlar chiqdi. Hozir endi texnik taraqqiy qilib, tor orqali hozir kompüterning nimasi qilmadi. Har qanday bir narsa o'rganmoqchi bo'lsak, torda saqlab olamiz. Burun masalan kichik nimalarda, USB nimalarni saqlaydik. Undan burun kichik cho'naq disklarni saqlaydik. Bu hamma narsa qoldiqib ketib, tugab ketadi, uni hech kim ishlatmaydi. Uynalg'u internet kim ishlatadi hozir? Videoniki cho'ng nimalarni kim ishlatmaydi. Hozir biz nimaga qarab kelyapmiz? Uchur. Hamma narsamiz hozir yanchiqimizni saqlamaymiz. Tor nimalar bu Ay sharida ya boshqa bir yerda va satelit ichida saqlanib turyapti. Xo'sh. Endi mush narsani 100 yil burun mushundaq bo'ldi kim ishlatdi? Hech kim ishlatmaydi. Ammo biz yashadik buni yashayapmiz. Demak bu davrninki har davrninki taraqqiyotiga ko'ra ilmninki mushundaq nima qilish. Hozir bir odam qo'yib men barliq narsam yanchiqimda yo'q, bir yerda men tushirib turma deb, bu shu uchtirdimisini ko'rmagan odam nima qilsa, u hargiz ishonmaysan, sarong o'psa deydi. Ammo bu bir reallikki. Bu ilmlarninki qo'ldan qo'lga o'tishda, bir nasldan yana bir naslga o'tishdiki, mushundaq bir aniq bo'lgan bir haqiqatni turib, ko'rib turib, uni ko'z yumib, ya, bu sunnat saqlanib qolanmaydi. Ma Yunanlarninki qoldiqlari, shu xato ideyalari, ideologiyalari, nazariyalari saqlanib qoladi ekanu. Allah yaxshi ko'rgan dinninki ta'limoti, Allah yaxshi ko'rgan payg'ambarning sunnati saqlanib qolmasmi? İnsaf qilaylayman. Faqat insafga chaqiraman. Aql deydigan narsa yo'q-da u maxluqlarda. Faqat insoflik qilsak bu yerda faqat inson uni qabul qiladi. Ammo sen yana uni nima qilmasang, qabul qilmasang, sana baribir bu gaplarning hech qaysisi sana nol. Degan gaplarni sen uchun nol balki. Xo'sh. Sen uni qabul qilmaysan. Maslik qaror, uni qalb bo'lsa, qalbning og'iz itilib qolgan vaqtida undan keyin hech nima degan bo'lmaydi. Fa innaha la ta'mal absar ولكن تعمل في الصدور. Qur'on Karimning oyati bu. Haqiqatan bu ikki ko'z emas, qarg'ub qolgan, qalb qarg'ub qoladi deydi. Aslida qarg'ub. Alloh subhanahu va taolo buni. To'g'ri. Hamda bu yerda bu nuqtada yomon chiqchi, men yana bir muhim narsani deb o'tib o'tgan, undan keyin sizlarga qaysam, yana bir ilm bor bu yerda. Bu odam tushunmagan. Bu odam balki o'ylab bakmagan bo'lishi mumkin. Tarixda intayin muhim bo'lgan bir ilm bor. Nasab ilmi. Ilmul ansab deyiladi mana. Va arablarda bu intayin tarixdan burun, masalan, islom tarixidan burun İslam tarihi ta hozir qadar davom qilayotgan bir ilm bu. Buni maxsus o'rgatiladi. Bir odam o'zining tarixini dadam, buvam, buvamning buvasi, mesela Muhammad ibn Abd Undaki İbrahim Aleyhisselam tutuşudu o. Hamma tarixçilar biladi buni. Her bir odam biladi, u kafirni uni o'rgatdi, musulmonni biladi. Uni yozib o'rganmaydi, yodlab o'rgatdi. O vaqtda kim yozib o'rgansin? Namiya. Xo'sh, xo'sh. Bir misal var. Bu nasab ilmida intayin alohidlikda, mesela ilmi kuchlikda deydigan. Men yaqinda bir amaliy men alaqa buni biz nazariyada o'qishda balkim deb turilishi mumkin bu odamlar. Men o'z ko'zim bilan ko'rgan yaqindagi bir misol deb beray. Yaqinda bir olim keldi, Sheyx Muhammad Hasan Daddu. Hozirgi dunyodagi eng katta olim. Alloh umrini uzun qilsin. Bu odamni ko'rib men haqiqiy bir olimninki bundaq qilib biz faqat kitoblarda o'qiydik. Bundaq olimlar bo'ladi, bundaq biladi, undaq biladi. Ben ma adamni ko'rib, men kompüterni orqada qolgan his qildim. Bir mavzuga kirgan vaqtida uningki ichiga kirib, uningdagi shaxschilarga kirib, shaxning ichiga shaxchilab, butun tafsilotiga kirib, hammani bayon qildi. Undan keyin eng oxir bir muqaddislar bir dona hadisning kelimasini qildi. Innamal a'malu binniyat. Bütün hadis kitoblar boshlaydigan birinchi hadis bo'ldi. Xo'sh, xo'sh. O'sha hadisni o'zining nimasidan boshlab, o'zining ismini boshlab, shuni rivoyat qiluvchilardan boshlab, apirib, shu Abdullah Umar ibn al-Xattobga tutashdi. Ya da o'qib berdi shuni. 30 necha ism qo'ymayman, nechini o'qilgan ism deb yo'q. Rekord qilib oldi o'qiganini. Kitob qarab o'qib bergani yo'q. Yodasiga. Mesela hozir Qur'onning ijozat ilmini olish bor. Bu bir alohida ilm. Buni og'ishlar qanday qildi, shunda o'rganadi. Eng oxir bilgan men mesela men oldim desam, men o'zimning shu ilmni bergan kishining ismini, uning ustozi qilib turib, apirib Aji Osman roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tutashtirdi. Bu hammadan biladigan bir ilm. Balkim bu odam bilmaydi uni. Çünkü vatanimizde undaq ilim yo'q. Vatanimizde bu ish bo'lmagan. Bizning xalqimizningki bir kamchilik yerimiz nima desa, biz nasab ilmi demek aciz. Ko'pincha mesela buvimizning ismini bilmaymiz, buvimizning dadasining ismini bilmaymiz. Ama bu haqiqiy bir ilmki, bundan nurg'un narsani inson o'zining tarixini saqlashda, o'zining kimligini bilishda bu bak muhim ilm. Yani bu ilmlar mesela bundan boshqa nurg'un hamda men bir
11-12'ga kadar bir narsa kallamı kitilgandi. Bildi hazır men 7-8 dedim. Endi vaqtmi bir uzab ketmisin. Ana müşindek bolsa aql egisi üçün muşumu yeterlik dalil dep qarayman. Xo'sh, xo'sh. Qağınığa endi Allah'tan hidayet sorsak, Allah kalbimizni içivetse, Allah haqiqiy bizni düşüncemizni aşursa, inşallah qağın narsini qarindoshlarimiz özünü bir mümin, sadiq mümin deb bilgen bir mümin bunun cevabını özü tapalaydı. Albatta. Köptün köp rahmat ustaz. Yani hakikaten nayet tefsili bir şekilde içip böyle Allah razı olsun. Hakikaten bu sil degandek bularninki bu sefsetini setip atqanlarning mayli bu Kerem. Avazim kevatamdı ya. Kevatid avazlari. Mening ovozimni anglayotganlar? Mening ovozim kelyaptimi? Qaraganda ovoz bormi o'xshamadi. Mening ovozim kelyaptimi ustoz? Ovozim kimga o'xshaydi qaraganda? Ha, kevatamdı ha. Ha, endi kelgan bo'lsa. Kelyaptı manga. Ha. Xo'sh. Haqiqatan yuqoridagi so'zlarda yuqoridagi so'zlarda nayetli tafsili ashla bularninki bu safsati setayotgan mahluqlar. Ya kelyaptı. Mayli bu Kerem Zair olsun veya ki başqa mushundaq millatimizni azdurimiz deb ham o'zi ezib qolmasdan özünün azg'unligi bilan qolib qolmasdan balki bu millatni azdurman devatqan bu mahluqlarniki qanchalik bir yerimchilik tegilolmaydigan darajada bilimsiz ekanligini har so'zda biz Qur'onga eslashimiz kerak. Qur'on bizga kifoya devatqanlarniki men tunugungi programmadim dedim tekrar sizniki bu yuqoridagi gap so'zlar tufayli buni tekrar deyishim kerak. Bir normalde hiç qandaq dini seviyesi dinde o'qimagan bir Müslüman bir xalqimiz mı bilgan programımızdan kirişidiki mesela sizning aşu assalomu alaykum bismillah deb Allah'a hamd sana aytib Peygamber Aleyhisselam'a durus salam aytib başlagan 2 minutlik yani anlap sizning so'zlaridan bir ilim egisi, ilim ahlining so'zi deyilmasanga sizning so'zlaridan bir 2 minut anlap uning kendidan bu mahluqlarninki söz başlışıdaki sözünü başlap Allah'a hamd sana ve Resulullah'a durut aytayotgan vaqtidagi ig'izdan chiqayotgan talaffuzga qarablam qanchalik bilimsiz ekanligini normal diniy seviyasi yo'q inson bilalaydi mencha. Ya bir inson Qur'on deyotgan inson men tunugi programmada dedim. Sura Fatiha chig'ida Fatiha surasini loyiqida Hacab chiroyli o'qiyotgan moddigidek o'qiyamaydigan mahluqlar qarab baqadigan bo'lsak. Ya'ni bugungi programmadan men yana inkaslardan ba'zisini so'rayman. İnkasdan tushdi masalan silni chiqa go'ydab Keramzorni chaqirib qo'ying deb. Men tunugun programmadan dedim qadrli qarindoshlar. Ularning qaysi salohiyati bilan biz bu ustozlarimizni ulamolar birligidagi ustozlar bilan ularni o'xshash bir so'ringa olib kelaylikki. Nima salohiyati va ularningki? O'ylab boqaylik. Yani bu eğerde bir yer ep gelsek, bu ustazlarımızga hürmetsizlik kan bulmamız yani. Qaysi salahiyet bilen çıkıdı ki o? Biz bunu düşünelim yani normal bir akıl ilgisi, dinden hiç kandak Arap dilini bilmeydiğin bir insan mı? Sözünün 5'de 2 minut mesela bir ya ki bir İngiliz dili ya ki Arap dili ya ki her kandak bir tilde değil. Eğer şu tilini mükemmel bildiğin insan bilen, yerimiyatı bildiğin aran özünün hacettin çıkıp çıkamaydığı insanın bir 2 ağız 5 minutlik gipini anlaplam onun qanchalik saviyadagi inson ekanligini bilgildi normalda inson hamda. Sözninki qandaq qilayotganligi bu so'zni qaysi yerdan chiqayotganligi, talaffuzning qandaq ekanligi. Yani bir insonda bilim bormi yo'qmi, uning dastlabki bir qancha minutning ichida uning qanchalik saviyasi borligini bilalaymiz normalda. Shuning uchun qadrli ko'ruvchilarimiz, xalqimiz buni bilishi kerak. Ilmni kimdan elishi kerakligini bu ilim din degan bir Ömer radıyallahu anh'ın sözü bağı bunun da mesela. İnne hazel ilme dinun. Ya bu ilim dindir. Sizlerning biringlar özünün dinini kimden alıdığanlığı qarısın deb. Biz şunun için bundaq safsat setayotgan, bundaq jo'yilayotgan mahluqlarningki qaysi darajadagi bilimsiz, jahil insonlar ekanligini
birinci şu bir qancha minutning ichidagi so'z bilan bilalaymiz. Bularning safsatisini zaten tilga ilishga loyiq emas, arzimaydi. Ustodim da o'shada hadis inkarchilarininki bu savadsizlarga, jahillarga xalqimizning qanday javob berishi kerak ekanligini kutganliginglarni, shuning uchun biroz kechiktirganliginglarni dedinglar. Dilam tilg'ab o'tlar va bu masalada loyiqida javob qaytarolmadilar. Men bu savolni o'tib ketaman, chunki programmaning beshida deb bo'llar, javob qaytarishi kerak edi asli tegishlik. Bu maxluqlarninki hech bir shaklda bu millatning ichida bozor topolmaydiganligini bildirishi kerak edilar. Hamda oxirdagi bir savolim bor. Bu turdagi ozg'unlarga xalqimiz qanday muomala qilish kerak degan bir javob qaytarishga hamma odamga javob qaytarolmasin. Normalde bir Müslüman xalq qanday javob muomala qilish kerak bu maxluqlarga. Hamda normalda yani bir Müslümanniki biz yillardan buyon darslarimizni so'zlab kelyapmiz. Müslümanning muhabbat, nafrat maydoni aniq bo'lishi kerak. Davomli holatda bo'libmi dini, payg'ambari o'ylab boqaylik, siz yuqorida so'zlab o'tlar. Yani alemlerning Rabbi Allah subhanahu va taala o'zining ismi bilan tang tilga ilishga rozi bo'lgan bu payg'ambar. Yani la ilaha illalloh Muhammed Rasul, Allah'ın kendisi Muhammed var. Kelime tevhidde şu. Yani özünün ismi bilen tang, yani bir qancha harf ötüp ketkendikin emas. O'xshash vaqtda yanma yan tilga elishqa razı bo'lgan, uningga iymon etmasang iymoning bo'lmaydi deyotgan bir payg'ambarga hurmatsizlik qilinayotgan, uning so'zi uni bir po'shtikash, u vazifasini ado qilib ketdi, tugidamdi deydigan darajada o'zining diniga shunday haqorat qilayotgan maxluqlarga qanday muomala qilish kerak? Buni hammamiz deb qo'ydik ekanmiz, uning keyindan bir so'ringa borsak, uning bilan yana shu xo'sh-xo'sh deb ko'rishish, orlishish, yani hech bir ish bo'lmagandek yurish. Ya bu bir musulmondan talab qilinadigan ishmi? O'ylab boqaylik, shu maslaga ash maxluqlar bizning oilamizdagi xotin-qizlarimizga haqqida bir og'iz gap qilgan bo'lsa, hayotimiz bo'yicha uningga gap qilmasligimiz va uni tillab bir narsa qilib o'tishimiz mumkin endi. Bu musulmon ashunda maydonsizmi yani? Yani deb qo'yib, qaqshab qo'yib, uning kendi o'zining bilganini qilib, uningga bo'lgan ifodasini ijtimoiy uchur vositalarida uni bosh ko'tarmas qilib o'tish, har qanday so'rinda ichiga olmaslik, uni yetim qoldirish, bu ishlarni shiddat yo'q bu ishda masalan, berib turmushqani chiqib o'tolmaysiz degan dunyoning hamma odam erkin dunyoda yashayapti. Ammo normalda butun demokratik davlatlarning hammasida deylik biz yashayapmiz hamda. Yani partiyalarni tatib shiddat bilan ayiblayman deb degan gapni deyanmaydigan shaklda bunimi deyanman, uning kendidan bir turkum jahillarniki uni qo'llab, quvvatlab uchurlarni yezishimiz. Degandek bu darajada ojiz bo'lib ketishi musulmonniki bu qaysi naga salolaymiz bu narsani? Mushaxta bir gap qilgan bo'lsa. Bu mesele doğru aytılar. Endi biz bunu üç xil nimelerge qaratsak, birincisi ammaga qaratsak, özümüzdeki amma xalqiga, xalqimizga qaratsak. Bularga bir egalin duruşun demekçimen. Çünkü Allah'ın diniga zid, Allah'ın dini bilen oynayışıdığan, Allah'ın dinini mesxere qilishga uringan bir sorun bolsa, bu sorunu tüzüp bergiç emas. Aşundaq bu sorunu ise ixtiyarsız bo'lib qolgan bolsang, bu sorunu senin üstünge qilgan birinci dini mecburiyetin o sorunu chiqib ketishing kerak. Bu Allah özünün peygamberiga degan şunda. Peygamberiga Allah subhanahu şunu buyruq qildi ki, agar siz shunda bir sorunda bo'lib qolgan bo'lsangiz, chiqib keting. Agar va imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da zikra ma va idza ra'aytallazina yakhuduna fi ayatina. Bizning oyatlarimiz ustida qalaymagan joylaydiganlarning nimasi bo'lib qolsangiz, fa'rid anhum, unun yüz o'ring. Hatta yakhudu fi hadithin g'ayri. Taki ular yana bir shu mavzuni o'zgartib, mazmun boshqa bir narsa kirganga qadar unun yüz o'ring, uni gapni anglamang. Ve imma yunsiyannaka şeytan, insan bunu tuttuğunda eğer siz onu unutib qolgan bo'lsangiz, fala taq'udu ba'da zikr. İsingizga kelgan aman uyada turmang. Çünkü siz zalimlardan bo'lib qolasiz. Bu Qur'oni Karimning oyati. Yana bir oyat Allah subhanahu va taolo ba'zilar voy bu deydikan, bundaq gapni anglab qo'yaylik-chi, hali qiziq gap qildikan. Buningki bir tamaşasini ko'rib boqaylik, ulamolar nima deydikan, bunga bundaq qarashga ba'zi insonlar bor. Bu qarindoshlarga yana bir agarlarni beraman, qarindoshlarim. Bu arqalıq sizmi şu məsxirindeki bir parçasına ayınıb qaldınız. Xoş. Allah bularını deydi Qur'an-ı Kerimdə. Bundaqlar bolğan Peyğəmbər də münafıqlar. La ta'taziru. Kim qo'yib voy undaq qilibsizlar, voy biz uni qasdan qilmagan to'q, bizning boshqa maqsadimiz yo'qdi. Anglab qol. La ta'taziru. Qad kafartum ba'da imanikum. Ey imanlıq bu bolğandan keyin sizlar kufrlikqa yüzünüb qaldinglar.
sizlarning o'zingizlar qabul bo'lmaydi deydi. Bu bizga ag'alandirish so'z ma'lum. Xo'sh. Diqqat qilaylik. Men sizlarni unda bo'lib ketdinglar, bunda bo'lib ketdinglar, hukm chiqmayapman. Faqat qarindoshlarimga men bundan aga bo'lishni, hazır aylashni buni chaqirib qilaman. Üçüncü narsa bu qarindoshim deydigan har qandaq narsani o'zining ahlidan elish kerak. Og'rib qolsangiz doktor qilishga borasiz. Texmi qattiqroq og'rigan bo'lsa mutaxassis qilishga borasiz. Unda bo'lganka siz shu deb qilgan odamning ket oq ko'rishini surishtiring. Qanchalik o'qibdi? Qani qaysi bir universitetdan diniy islomiy universitetdan nima olibdi? Faktini ko'ring. Uning yozgan bir ilmiy maqolasini ko'rib beqing. Uning o'rgangan arabchasini so'zlab bir qanchalik arabcha biladi. Qur'oni Karimni o'rganishda har qanday odam o'rganadi, yodlab bilmagan odamni yodlag'liq. O yerden bu yan ayetni uzun düşüncesi boyunca Ma'ris'te ve tefsirimizde geldiği bir adam alim olmaydı. Nurgun alimlarımı özünün şu layakatlı boğallarımı özünün ben alim depteki fetinanmaydı, hicil buludu bazılar. Köpistan'dakileri. Hoş. Bilgeller mi deke? Haya kılıdı. Manadan mı görüş gerek? İlim ehlinki ahlaka qarab turup onun alim ikenligini, alim emesligini bilvağılı buludu. Hayalık, hayasız ikenliğe qarab turup onun ağızdan çıkıvatkan gepninki qayndaq yerdeki bu alimning ağızdan çıkıdığan gep mi? Yoki cahilning ağızdan çıkıdığan gep mi? Bunun qarab mı nurgun narsani insan en aqalli bir insanların bunu düşünüp alalaydı. Bu noktaga nazar qilishinglarni so'rayman. Ikkinchisi siyosiy yo'llarimga, tashkilot egalariga, vatan millatning xizmatini qilayotgan qarindoshlarimga qaratamanki, albatta sizlar buni diniy masala bo'lg'achqa biz bunga aralashmaymiz deysizlar. Alloh rozi bo'lsin. Shundaq bo'lish kerak asli. Chunki hammani o'zining ahli qilish kerak. Din masalasi bo'lsa, diniy masalaning hukmlarini olimlar chiqarish kerak. Ammo ba'zi vaqtlarda shundaq bir narsalarga aralashib qolgan taraflarmi yo'q emas. Başka bir sahada o'qib qo'ygan odam dinning ishiga aralashib, uningda mundaq deb dinning gapini qilib, ham o'zini tushirgan, ham boshqalarni ozdirib qo'ygan ba'zi bir misollarni oldimizda o'tdi. Endi Alloh ularga hammasiga hidoyat so'raymiz Allohdan. Alhamdulillah bundan ma'lum saboqlarga erishgan bo'ldik nurg'unlarimiz. Ammo siyosiy o'rindan iltijoyim hozirgi shu vaqtda biz buni siyosiy nuqtadan qarasak, buning hozirgi shu vaqtning o'zida foydasi bormi, ziyni bormi? Milletimizning mushu bulayotgan vaziyatiga ko'ra, siyosatiga ko'ra buning foydasi ziyni o'zingizlar bilasizlar qarindoshlar. Hozir ikki odamningki bir-biridan yiroq bo'lib ketishning o'zi qanchalik ziyonli. Xo'sh. Agar buni bir keskin bir nima bo'lsa, masalan, to'g'ri xato masalasi bo'lsa, u boshqa gap. Ammo bundaq narsalarni o'ttirib chiqish orqali kishi xalqimizningki hozirgi vaziyatini taxmi ojiz holatga tushirish, bu orqali kimga foyda bo'ladiganligi, kimga ziyon bo'ladiganligini hammamiz bayqay olamiz. Xitoyga foyda bo'ladi, dushmanimizga foyda bo'ladi. Chunki biz bilinsak bo'lmaydigan vaqt ma'vo vatan millatning davosida o'xshash bir yer turishimiz kerak degan ma'noda bundaq tafsirlarga siyosiy tarafdan bularga bayonot e'lon qilish kerak. Sen joylayotsa, ishingni qil. Xalqimizni bearam qilma. Mayada bizningki, masalan, biz e'tirof qiladigan, xalqimiz e'tirof qiladigan bir organ bor, olimlarimiz bor. Biz shularni agar kerak bo'lsa biz surib olamiz. Sening bu yerda chiqib bundaq behuda so'zlashingga biz ruxsat qilmaymiz deb bular siyosiy nuqtadan bularga javob berish kerak. Hem de alimlerimizge kelsak, alimlerimizmi bunun üstüde izleniş gerek, doğru. Ma'lum narsalarni bir ish o'ttirga chiqmaguncha uningki nimasini tafsiliy izdiradigan ishlar ko'psida bo'lmaydi. O'ttirga chiqqandan keyin izdiradigan gap bo'ladi. Texnik gap tafsirroq uni bilishga to'g'ri keladi. Ya'ni bu endi mushtaq bir payt balki olimlarimiz uchun bo'lgan vaqtida bizningki yana bir sagak bo'lishimiz uchun, uyqumizni echib yetishimiz uchun bizlarga bir ogohlantirish bu Alloh tarafdan. Chunki biz Allohning bizga yuklagan bu ilmni, bu amonatni joyida iste'mol qilishimiz, o'g'itishimiz, xalqimizni yetaklashda ham siyosiy jihatda, hem ruhi cihatte, hem manevi cihatte, hem dini ilim cihatte, hem mesela tang ulanı yeteklenmişte biz üzümüzdeki mesuliyetini tuluk ada qilishga tirishimiz. Tirishayotgan bo'lsak, texmi tirishimiz, tirishmagan bo'lsak, uyqumizni etishimiz kerak degan bir ogohlantirish belgisi bizga muqarratiladi. Xo'sh. Demak biz Alloh subhanahu va taoloninki mu'min bandalari, musulmon bandalari va shu Sharq Turkiston zaminida Alloh bizni o'z hikmati bilan paydo qilib, bu vatan millatning mas'uliyatiga atgan muhacirat yaşayotgan bütün qarindoshlarimizningki ittifoqlikqa, Alloh rizosi uchun, Allohning dini uchun, Qur'oni Karimning va hadis Rasulullohning atrofiga uyushib turib, birdek harakat qilishga bütün qarindoshlarimni chaqiriq qilaman. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Nihoyatda yaxshi echib bala. Endi mishada bir ikki savolni ko'rmalarimizningki savolini so'ray. Butunlay o'qib shumayman, Turg'unjon deb bir qarindoshimiz savol qıptı şu Kerem Zahir degan maxluqninki ilgirki sobiq rais Ataullah Shahyar, doktor Ataullah Shahyarninki bir şaylik bo'lgan u bu shunda bu yerda o'z vaqtida azati debdi. Uning qanday chiqarib etilganligi, albatta azab bo'lganligi, uning ulamolar birligi masalasini ilgirma ijtimoiy uchur vositadan biroz gap bo'lgan buningki.
Muşundaq balkim jahilligini bilgandikin ulamalar birligining ham biz nurg'un suhbatlarda o'z vaqtida rais bilan qilgan suhbatdami kimlarni qabul qildiganligi va chiqarib etildigan sizlarning bir muncha qoidanglar bo'lmasdan gap. Buning bir ko'rinmalarimizga bir ichib o'tgan bo'lsak, chunki suratlar va boshda azati degan bir inkosni yozdilar. Hani bu bizniki Sharq Turkiston ulamalar birligini qurishning bir jarayoni bo'lgan. Hani bu jarayon bir necha yillik tayyorlik bosqichlari, buni bir e'lon qilish, buni rasmiy tizimga oldirish bosqichlari, undan keyin buningki qonun nizomnomalarni taxmiratlik tayyorlab chiqish, dasturini tayyorlab chiqish, undan keyinki buning prinsip yo'llari, bizning bu yo'limiz qaysi yo'lni asos qiladi degan nuqtalarni muzokara qilgan. Endi ochilish marosimida endi vatan buningda birinchi shartlarning birisi bu bir diniy universitetni, bir diniy nimada bir kasbni püttagan bo'lishi shart qilingan. Aqallisi bir nimani universitetdagi bir nimasini olgan bo'lishi. Vatanimizda nurg'un o'qigan kishilarimiz bor, lekin ammasimi mush diniy ilmda xil yetishgan, vatanda xizmat qilgan, vatanda danglaq olimlarimizningki tarbiyasida bo'lgan kishilar deb tanilgan shaxslarni albatta, chunki u yerda imkoniyat yo'q. Agar imkoniyat bo'lgan bo'lsa, mushlam salohiyat nimasiga kiradi degan nuqtadan vatanda ishga xizmat qilgan olim yuzgan. O vaqtdagi shartlar endi bak mukammal bo'lmagan. Endi shunday bir yengil bir boshlash, chunki har ishning beshida shunda bir ba'zi bir kamchiliklar bo'ladi. Ham biz buni o'ttirib qo'ygan vaqtimizning o'zida bular boshlangandan keyin biz u yerda o'zimizning nizomnomamizni o'ttirib qo'ydik. Bizning mangadigan yo'limiz nima deganda biz ahli sunna val jamoa, ya'ni sunnatni o'zining asosli mezoni qiladigan, Qur'oni Karim, hadis Rasulullohning yo'lida mangadiganlar degan vaqtida bular o'zining mavqesini shu vaqtda qilib, biz buni o'tirolmaydi ekanmiz deb o'zi chiqib ketganlar. Xo'sh. Ana shu yerimizda hayt shuni desak. Agar bu bunday shaklda agar shu yerda ash gapini qilgan bo'lsa, albatta uning o'rni yo'q. Chunki har bir odamning qilmishi, uning qilgan askarlikdan yoki nimasi illatidan bilinadi. Chunki bir odam azob bo'lgan bo'lsa, uning xatolashgan bo'lsa, garchi u 10 yil azob bo'lib ketgan bo'lsa, garchi uning raisi bo'lgan bo'lsa, hattoki deylik, bu cho'ng bir o'rinda bo'lgan bo'lsa-mu, agar uningki asosliq nizomnomasiga xiloflik qilsa, albatta u chiqib o'tiladi. Ya o'zini tunib istifa berib chiqib ketadi, yoki uni shu nizomnoma bo'yicha, shu organninki ko'rsatmasi bo'yicha uni chiqib o'tiladigan gap. Xo'sh. Masalan, birisi vatanimizniki Sharq Turkiston masalasida xato gapni birini qilsin, voy bu diniy masala emas demaymiz vaqtida. Sizning bu yerda salohiyatning yo'q deymiz. Chunki bizning dinimiz, millatimiz, vatanimiz o'xshash gap. Helaqa mushu Sharq Turkiston ozod bo'lmaydi degan badbaxt deydi. Shu agar biz diniy bir narsa o'qib qilib, bir diniy universitetni bitmagan bo'lgan bo'lsa, men bir alayliq bir misol qilib. Agar mushu organning ishiga kirib qolgan bo'lsa, kirib mana o'tgan bo'lsa, biz uni chalmak kesak qilamiz. Chunki uning berilgan jazo shu. Uni unda yatirish mumkin emas. Shunga bir odamning kelgusi qilolmaydi, uning ishi nimalar yoshirilgan, nima maqsadlar bo'lgan uni o'qimaymiz. Chunki biz insonning qilgan qilmishiga qarata hukm qilamiz. Alloh bizni shuni buyurgan. Uning ishidagi ishni Allohga topshiramiz. Shunga bu yerda buning bir azob bo'lib qolishi bilan bu yerda bir cho'ng bir xatolashib ketgan bir narsa emas va har bir tashkilotlarda, har bir organlarda mavjud bo'lib turadigan ba'zi bir tuzishga tegishli bo'lgan, tuzish uchun harakat qilinadigan bir masalaning birisi. Xo'sh. Allah razı olsun. Yana bir Abdurrahimjon degan qarindoshimiz Gollandiyadagi, u yozibdi hamda men tafsiliy o'qib chiqdim inkosingizni. O'z vaqtida rais Ataullah Shayxlarga xat yozganligini millatning manfaatiga xiyonat qilguvchilarga tutilgan pozitsiya deb. Buni bugungi programmamizda ustoz Abduslam Qarim abay kirishidlam selishtirib dedi masalan, xalqimizning bu Sharq Turkiston masalasida bundaq safsat qilgan mustaqil bo'lmaydigan bu Ahmadjon Ismoil degan buningga javob qaytarganligini qattiq inkos bildirganligini, keyin Mahmudjon Damollarga yozdim dedi, javob beramiz deb javob berilmadi dedi. Biz nurg'unlagan suhbatlarimizda biz davomli holatda biz Sharq Turkiston mayli o'limalar birligi bo'lsin, mayli xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bo'lsin, mayli istiqlolimizda bo'lsin, biz butun qilgan programmalarimizda buni uch holatda davatimiz, nurg'un suhbatlar davatimiz, buni ishkilib o'ltiradigan yoki javob berishdan qochadigan, buni toptirayli deydigan bir masala emas hamda. Biz davomli holatda davatimiz. Yani bu savolning o'zida aniq hamda Abdurrahimjon bu yerda. Chunki buningga ishkilib qolgan insonni bugun Sharq Turkistonning bir Uyg'urninki buni o'ylashimi bir xatarlik bir masala hamda. Buni qanday ishkilib qolsin ki hamda. Agar javob berishni bugun programmada javob berildi deb qarayman,
qo'shimcha qilaman desa o'zlarining ixtiyori bo'lmasa, butun programmalarimizni biz davomli Men bir qo'shimcha qilib qo'yay, to'g'ri. Alloh rozi bo'lsin, qarindishimizdan bo'lsa o'tirib qo'yapti. Garchi biz uni so'zimizning jarayonida deb o'tdik, ammo bu yerda biz Sharq Turkistonlik shaxslar, kishilar va shundaqla olimlar, bizlarchi biz buni bu Sharq Turkiston davosini biz buni bir siyosiy nuqtai nazardan deb qaramaymiz faqatla. Xo'sh. Buni biz vatan davosimizni, millat davoimizni, zamin davoimizni, eng muhim zamin. Alloh bizga inom qilgan bir zaminda bu. Buni qo'g'dash, qutuldirish, bu ya'ni biz o'zimizningki hurlikka erishtirish masalani biz ibodat deb qaraymiz. E'tiqodimizning bir qismi deb qaraymiz. Albatta. Shuning uchun bizning dinimiz jihatpariz. Bizning ustimizga yuklangan jihat, mafariz bo'layotgan bir jihat, biz buni qilinmayotimiz, vujudga chiqarmayotimiz deb o'zimiz tutib bo'layotimiz. Ammo orzu istakligimizda, armonlarimizda, o'zimizningki vujudida buningdan zarrachilik yenib qolgan yerimiz yo'q. Chunki bu bizning dinimizning, bu bizning xalqimiz bizning ustimizga yuklashdan burun Allah subhanahu va taala o'zining kalomi orqali Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining sunnati, amaliyati, jihad orqali bizning ustimizga buni mukammal farz deb bekitib qo'ygan narsa. Xo'sh. Shunga buningda agar biz uni to'g'ri qilmagan bo'lsak, bu bizning shaxsiy ojizligimiz. Mening shaxsan ojizligim, buni o'zim qabul qilishim kerak. Bu o'zini men Alloh meni kechirsin deyishim kerak. Ammo buning bilan men o'zimning bu shu bir kishilik masalan diniy ta'lim tarbiyamni qilyapman, men o'zimning majburiyat ado qildim deb cheklanib qolsam, u vaqtida men o'zimningki diniga, Allohning menga bergan ilmiga xiyonat qilgan bo'laman. Biz buni shunday qaraymiz. Allah razı olsun. Köptün köp rahmet. Barlıq inkas yazgan qarindoshlarımızga, ko'rganlarimizga köptün köp rahmet etimiz. Başqa mazmundagi narsalarga javob berildi deb qarayman. Uni munozaraga taklif qilish ishi bo'lsa, men abay degandek, asla va asla uni bu hurmatga ega qilmaymiz hech bir zaman. U ashundaq millatimizning bugungi suhbatdan keyin va bundan boshqa islom va biz programmamizdagi mazmunlar bilan buni anglagan har qanday bir Uyg'ur zarracha aqli bo'lsa bu maxluqlarningki joylashtiriga tukirib qo'yganligiga shaksiz ishonamiz. Bu millatni hargiz bu chalvaqashlar, bu safsatalar hech bir zaman ozdiranmaydi. Tarixdan buyon tarixning axlatxonasiga bundaq maxluqlardan milyonligini kelib hammasi ko'milib ketdi. Bularni ko'milishga mahkum deb to'liq ishonch bilan deyalaymiz. Allah razı olsun, programımızda ait güzel sözler bilen yoritib böyle. Müşahede programımızda ahırlaştırgan olsak. Bu tamamlarını Allah'a tapşırdım ama Allah hemmimizdeki imanını sağlam kılsın. Amin. Allah imanımızda müstehkem kılsın. Hak yoldan adışıp gidişten Allah saklasın. Şuna hemmimiz özümüzdeki her günü özümüzdeki imanını tekşürüp her günü Allah biz sağlam hakikat üstü bularsak Allah'a şükür eytip ve Allah'ın bize daim şu hak yol üstünde kalışını Allah'tan sorup durayın. Allah bizi şunu Kur'an-ı Kerim'de özünün kelamında şunu bizge buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey müminler, ey iman etkallah. Allah'a takvalık kılınlar. Yani Allah'a hakiki buyruğu işinle ergeşinler. Allah sizlerden kütkendek mümin bulanlar, takvalık kılınlar. Ve sizler iman bilen, yani Müslümanlık halatınlar bilen kütüş için tirişanlar. Müslümanlıkni yo'qotib qo'yib o'lib ketmanglar deydi Allah. Allah bizning islomimizga Allah shunchalik kuyunadiki, chunki sen bu islomdan ayrilib qolsang tugashding. Endi bu islomni biz nima bilan saqlab qolamiz? Qur'oni Karim va sunnat Rasul sallallohu alayhi vasallam bilan. Bu ikkalasi bir-biridan ayrılib bo'lmaydi. Birisi oldi chaq bo'lsa, motorning keyini birisi orqa chaqisi. Xuddi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh siz to'liq bo'lmagandek. Allah shunday qilgan uni. Albatta biz bu shuni shunday muqaddas bilaylik qarindoshlarim. Sapsatalarga yalğan yavdaq gaplarga asıllıqça özümüzde. Urup ketmeyli, birilip ketmeyli, anlap qo'yaylik deb anlap qo'ysak, ba'zida yalğan gapni anlab o'shni o'zimi insonga ta'sir qiladi. Xo'sh. Shunga diqqat qilaylik. Allah hammamizni aman qilsin. Vaqtinglarni berib anlaganlaringlarga Allah rahmat qilsin. Agar bu so'zlarimda bir xatoliklarni deb qolgan bo'lsam, uni men hargizmi dinim menga degan emas, men Allohdan emas, o'zimningki kamchilligidan insonligimni ko'raman. Agar haqni deyalagan bo'lsam, alhamdulillah Allohga hajlab shukr aytaman. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Allah razı olsun. Qadrli ko'rmanlarimiz, shuna qilib programmamizni müşahede oxirlashtiraylik. Ustozlar degandek, oxirgi nafaslarimizgacha bu omonatni Allohga topshirgangacha Allah bizni haq yo'ldan ayirmasin. Allah ömür bersa, yana bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.